o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarda sizni qizligingizni qaytarib beramiz deb chiqqan murojaatlar bor. Xursand bo'lib chiqaraman desam, pora so'rashdi dedilar. Koreyadagi ba'zi ashulachilari bor. Qizmisan, yigitmisan degan savol berishga majbur qiladigan. Xitoylarning qadriyati yo'q. Hech qanaqa suyanadigan qadriyati, boshqa narsasi yo'q. Hamma ish qilib ketaveradi. Nega endi qizlar hali turmushga chiqmasdan lablarini shishirgan, ko'zlarini yumaloq qilgan, bular qayerdan bo'lyapti? Galen, Gipokrat hammalar jarroh bo'lishgan. Endi koronavirusdan yoki pandemiyadan olingan darslar sekin asta unutib qo'yilmayaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodirbek aka, yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchlikmisiz? Rahmat. Xush kelibsiz, qadamingizga hasanat. Xush bo'ldik. Bugun siz bilan tabobat haqida suhbatlashamiz. Nasib. Inshaalloh taala. Avvalo, men-ku sizni taniyman. Ayniqsa Shifo akademiyasidan keyin, u yerdagi ba'zi chiqishlaringizdan keyin xalqimiz ham taniy boshladi. Keling yaqindan tanishsak. Nodirbek o'zi kim? Qayerlarda o'qigan? Shifokormi, tabibmi, blogermi, yo hammasimi? Ismim Nodirjon. Toshkent shahrida tug'ilganmiz. Toshkentlikmiz, tegi. 2009-yil Toshkent tibbiyot akademiyasini bitirdik. Undan keyin 2 yil davomida lor mutaxassisligi bo'yicha, quloq, tomoq, burun mutaxassisligi bo'yicha Toshkent pediatriya tibbiyot institutini klinik ordinaturasini tamomladik. Undan keyin 2 yil davomida tug'ma nuqsonlar bilan plastik jarrohlik bo'yicha ishladik. Undan keyin 11 yil davomida Medas degan shifoxonada lor jarroh bo'lib ishladim. Hozirgi kunda Yevropa tibbiyot oliygohi bor, YMO deyiladi, o'shani shifoxonasida lor jarrohligini lor jarroh lavozimida davom ettirib kelyapman. Uning orasida mana tabobat bo'yicha ko'p harakatlarimiz bor. Shu harakatlardamiz. Shifo akademiyasi ta'sischilaridan birimiz. Siz bilan birgalikda shu hozirgi o'zi shifokor sifatida tabobatga qandoq qiziqib qoldingiz? Endi oliygohda o'qib yurgan vaqtimizda o'sha bo'g'im kasalliklari bor, revmatologiya bo'limi bor. O'sha yerda bemorlar, og'ir bemorlar yotadi, bo'g'im og'ruvlari bilan qattiq qiynaladi. Ularga jarrohlik qilinmaydi, faqatgina tig'siz davolash dorilar beriladi. Aksari gormon dorilar va immunitet tushiradigan. Va ularni hech qaysi mutaxassislarni xafa qilish tarafdori emasman, lekin ko'plarida yaxshi natija ko'rmaganligim, doim umrbod qabul qilishini ko'rib, to'g'ri yurist qilib ketardi-da. O'shanda bir o'sha narsa keyin mahallamizda yoshlar ulug' bir Abdulloh Hojdada degan odam borlar. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. U kishim shu aytib qoldilar. Aytdilarki, siz doktorchilikni o'qiyapsiz yaxshi, lekin bizni asl tabobat, Ibn Sino hazratlarining ham tabobatlarini o'qib qo'yay dedilar. O'zlari tabibmilar u kishi? Yo'q, o'zlari shu muxlis ekanlar-da. Muxlis ekanlar, lekin o'zlari tijoratchi. Ko'p olimlarga xizmat qilgan, talabalarga xizmat qilgan ekanlar. Keyin mahallamizdan imom bor edi, shu tabobat bilan qiziqib, shu eng kuchli mutaxassis kim desam, Ibn Sino deganlar-da. Ibn Sino deb keyin mo'tabar asarlarda shu Tibb nabaviylarni aytganlar. Shundan bir uchqun olov paydo bo'lgan. O'shandan beri o'sha olov hali o'chgani yo'q. Maşallah. 18 yil bo'ldi o'sha. Xudoga shukr, o'chmasin. Hozir magistraturani bitirgansiz, to'g'rimi? Ha. Doktorantura qilish niyatingiz bormi? Ha, xudo xohlasa. Qaysi yo'nalishda? Endi hozir ko'ramiz. Men endi ham zamonaviy tibbiyot, ham sharq tabobatini birgalikda hamohangligida bir ajoyib ish qilish niyatidaman, to'g'risi. Juda ajoyib. Xursand qildingiz. Go'zal. Keling, eng muhim va eng birinchi savolga o'tadigan bo'lsam. Tabobat. Meditsina, zamonaviy meditsinadan ustunmi yoki yo'qmi? Afzalmi yoki yo'qmi? Ajoyib savol, ko'p berishadi. Harakat qilaman javob berishga. Tabobat, tibbiyot, tib ilmi, meditsina asli bir narsa o'zi. O'zagi bir.
avval ajratilmagan bu narsa. Hozirgi kunga kelib ajralib qoldi qaysidir ma'noda, lekin ikkalasi bir-birini to'ldiradigan narsa. Yo'nalishlar. Sharq tabobatida ko'proq qadimda bu ishlar bo'lgan, tig' bilan davolash ham bo'lgan. Hozirgi kunda ham bor, kam jarrohlik bo'lganmi? Jarrohlik bo'lgan. O'shanda o'rta asrlarda, birinchi uyg'onish davrida, birinchi renessans davrida Bag'dodda ko'z gavhari, xiralashgan ko'z gavharini tig' bilan olib tashlash, kataraktani olib tashlash bo'lgan. Andalusiya, mashhur o'sha Andalusiyada Ibn Sino hazratlari bilan bir vaqtda bo'lgan. U zotlarni ko'rishganligi to'g'risida ma'lumotimiz yo'q. Ibn Sino Isfahonda bo'lsalar, Eronda, bu kishi Andalusiyada bo'lgan. Mashalloh. Abul Qosim al-Zahraviy degan zot o'tganlar, uni Abul Kasis deyshadi, Yevropada, G'arbda. Ana shu zot Risola-i Jarrohiyya yozganlar. Jarrohlik qaysi kasallikda qaysi jarrohlik asbobi ishlatiladi, qancha uni kirg'iziladi, qancha yurg'iziladi, suratlarigacha berganlar. Mashaalloh. Bizda qo'l yozmasi saqlanib qolgan. Bizda nusxasi bor. Bakuda o'sha Sovet vaqtida bosib chiqarishgan ekan. Zamonaviy shaklda ham bosib chiqarganlari bor. Hop, ya'ni aytmoqchimanki, o'sha vaqtda tig' bilan davolash bo'lgan. Hattoki Saodat asrida ham, 7-asrda ham tig' bilan davolash bo'lgan. Qadimdan bo'lib kelgan. Galen, Gippokrat, hammalar jarroh bo'lishgan. Faqatgina hozirgi zamonga kelib jarrohlik yanada ham takomillashdi. Mikroskopda jarrohlik o'tkazish, endoskop bilan birgalikda lazer jarrohliklari va hokazo rivojlandi. Endi bu sharq tabobatining ustunlik tomoni shundaki, u tig'siz davolash borasida beradigan dorilar tabiiylikka yaqinligi jihatidan ustun turadi. Tashxis qo'yishda ham o'ziga yarasha demak ko'rsatkichlari bor. Peshobga, axlatga 10 ta ko'rsatkichi bor. Insonni ko'ziga qarab, irida diagnostika deyiladi. Quloq suprasiga, tishlariga, yurak, ko'kragini, bo'yinlarini holatiga qarab yurakka tashxis qo'yish va eng asosiysi tomirdan boshlab nabz, ilmi nabz deyiladi. Tomirga qarab tashxis qo'yish, pulsiy diagnostika bor. Zamonaviy tibbiyotda demak o'ziga yarasha yutuqlardan biri uni tashxis qo'yish asbob-uskunalari. Ya'ni qon tekshirish laboratoriya, ultratovush tekshiruvlari, UZI deymiz, ultrasound tekshiruvlari, magnit rezonans tomograflari, kompyuter tomograflari, hozirgi kunda chiqqan PET skanlar, davolash uslublari, hozirgi mana misol uchun kiber pichoq deyiladi, kiber noj, insonga tig' tegizmasdan turib uzoq masofadan o'sha ma'lum bir hujayrani kuydirish mumkin. Shu jihatidan ustun. Lekin bir-birini taqqoslash o'ta to'g'ri emas deb o'ylayman. Ikkalovi hamohangligida bir-birini to'ldirish kerak va bir-birlari bilan malaka almashishini, bir-birlarining yutuqlarini, insoniyatga nima foydali bo'lsa, shuni taqdim qilishlari kerak deb o'ylayman. Va ajratish, san uni namoyandasisan, san buni namoyandasisan, biz ustunroqmisiz va kamchiroq deyish o'ta bir sayoz tushuncha deb o'ylayman. Siz e'tibor berganmisiz? Siz shu narsaga e'tibor berganmisiz? Tabiblarni orasida, shifokor bo'lmagan tabiblarning orasida shifokorlarga nisbatan ularning davolash yo'llari, dori-darmonlari, tashxislariga nisbatan biroz bo'lsa ham salbiy qarash bor. Shifokorlarda bo'lsa an'anaviy tabobat, xalq tabobatiga nisbatan hammalarda demak, ba'zilarida mensimaslik bor. Bilmaydi, davolay olmaydi, tashxis qo'ya olmaydi. Ming xil kasallikka ham bitta dorini beradi kabi ba'zi so'zlarni eshitib qolamiz. Shu ikki toifa yo'nalishi, ularning turgan maqomi to'g'rimi? Ya'ni xalq tabibi, xalq tabobatining vakili shifokorlarga, meditsinaga salbiy munosabatda, meditsina yo'nalishida shifokor tabiblarga salbiy munosabatda. Yo'q, to'g'ri emas, albatta. Bu ochiq oydin narsa. Buni Ashfo akademiyasida ham suhbat qilganimizda bu to'g'risida gapirganmiz, YouTube'da qo'yilgan. Hop, ular
bir-birlarini kamchiliklarini to'ldirib, yutuqlardan foydalanib, insoniyatga, xalqimizga, millatimizga yaxshilikka taqdim qilishlari kerak. Biz o'sha oliygohda, tibbiyot oliygohida o'qigan vaqtimizda sharq tabobati kursi bor. O'sha yerda bir semestr o'qitiladi u. 8 kun o'qitiladi. O'shanda 8 kun o'qitilardi. O'sha O'sha vaqtda Buxoroda 20 kun o'qitilardi. Hozir bilmayman qanaqa o'qitiladi. Fakultet ochilgandi, mayli u boshqa mavzu. Anaqa uni ham gaplashamiz. Xullas, o'shanda bizga domlamiz aytib beruvdi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim, lekin borib kelganlar aytib berishdi. Xitoyda bir xuddi shifokorlar shaharchasiga o'xshagan shifoxonalar majmuasi bo'lgan ko'chalar bor ekan. O'sha yerda bir tomonida shifokorlar, ikkinchi tomonida tabiblar. Zamonaviy tibbiyotni ular noan'anaviy tabobat deyshar ekan. Zamonaviyni. Biz an'anaviy deymiz. Ular o'sha European medicine deydi. Sharq tabobatini Oriental medicine, ya'ni qadriyatlarga tayangan tabobatni ular haqiqiy an'anaviy tabobat derkan. Qarang, nomni qarang. Va shifokorlar bemorni bir-birligi bilan maslahat qilib, shuro qilib, konsilium qilib, bemorga nima yaxshi bo'lsa shuni taqdim qilishar ekan. Ikkala maktab o'zaro maslahat. Shunaqa. Subhanalloh. Shunaqa. Bu narsa 46-yilda o'sha yerda Xitoyda nomini tilga olmayman, bir podsho bo'lgan, o'sha kommunist podsho bo'lgan. O'shanda Yevropadan o'qib kelgan tabiblar, doktorlar, shifokorlar an'anaviy tabobat vakillarini shu pastga ura boshlagan. Va ularni yo'qotishni qonun qabul qilmoqchi bo'lishgan. U podsho yo'q degan. Bizni ming yillar davomida davolab kelgan tabiblarni o'ldirasizlarmi? Qamaysizlarmi? Zulm o'tkazasizlarmi? Agar sizlar zulm o'tkazsanglar, men sizlarni o'zingizdan kelgan joyingizga yo'qotaman deb qattiq turgan ekan. Mana bu natijasida Xitoy hozir misli ko'rinmagan ish qildi. Mana o'sha men bir she'r yozgandim, tabobat qayerda degan. O'sha yerda Chinni ko'ring azizim, saqladilar tabobat deb degan joyi bor, jumlalari bor. O'sha bizga ibrat bu narsa. Bilasizmi, Hindistonda an'anaviy tabobatga yunoniy tabobat deyiladi. Yunoniy tib deydi. Yunanian medicine. Sof hindcha tilda yunoniy tib deydi. Zamonaviy tabobatga bo'lsa angriziy tib deydi. Ya'ni inglizcha tabobat, meditsina deyiladi. Va xuddi shundoq Hindistonda saqlanib qolgan. Hatto u yerda bakalavr, magistr, doktorantura yo'nalishlari bor xalq tabobati bo'yicha. Dorul Ulum Deobandda alohida fakultet bo'lgan ekan, Azmat Hospital. Azmat nomi ostida shifoxona ham bo'lgan ekan amaliyot o'tash uchun. Faqat butun Hindistonda o'qitilmagan uslubda o'qitilar ekan. Qanaqasiga? Tib qonunlari arab tilida. Sharhul asbob arab tilida. Qonuncha risolasi fors tilida. Va aytishar ekanki, qaysi kitob qaysi tilda yozilgan bo'lsa, o'sha tilda o'qilish kerak deyshar ekan. Faqat u mutaxassislikda o'qish uchun 8 yillik islomiy ilmlarni tugatgan bo'lish kerak. Yo'qsa olishmagan. 8-kurs tugatasiz. Undan keyin siz 4 yillik, 5 yillik tabobat mutaxassisligi bo'lgan yo'nalishda o'qiy olasiz deyishgan ekan. Afsus, yopilib ketdi. Shifoxona hozirgacha bor. Shifoxona ham bemor bo'lgan talabalarga dori berish, ularni davolash uchun xizmat qilib kelmoqda. Shifoxonaga kirsangiz, chap qo'l tarafda angriziy tib, ya'ni zamonaviy meditsina shifokori o'tiradi, dorisini beradi, o'sha uslubda davolaydi. O'ng qo'l tarafda bo'lsa hakim, ya'ni tabib o'tiradi, yunoniy tib. U kishi yunoniy tabobat bo'yicha dori berib davolaydi. Agar hakim ustoz kelmay qolsa yoki bo'lmasa, chap qo'l tarafdagi zamonaviy uslubda davolaydigan shifokor bu tarafga o'tib yunoniy tabobatni ham davolab ketaveradi. Lekin u kishi bo'lsalar bu tarafda. Chunki hozirgacha saqlanib qolgan o'sha mutaxassis ustozlar bor. Zamonaviy uslubda ham
yoki qadimiy uslubda ham davolay olishadi. Faqat afsus u yerda bu fakultet yopilib ketdi. Dorul Ulum deymanda yopilgan bo'lsa-da, Hindistonning har bir yerida Yunoniy tabobat universitet kollejlari bor. O'sha mashhur bo'lgan Jamia Milliyada bor, Adigal universitetida bor va bundan tashqari xususiy universitetlarda, kollejlarda bor. Dorul Ulumda yopilgandan keyin o'sha yerdagi bosh ustoz, dekan Deoband tibbiy kollej nomi ostida 4-5 yillik bakalavr yo'nalishini xususiy kollej qilib ochgan ekanlar. Ofarin. Bizda shunga o'xshash yo'nalish meditsina akademiyasi, tibbiyot akademiyasi ochildimi yoki ochilish arafasidami? Ya'ni 4 yillik, 5 yillik tabib, oliy ma'lumotli tabib yetishtiradigan yo'nalishlar bormi? 4 yil avval o'sha biz tabobat asoslari va hijoma kitobini yozayotgan vaqtimizda Shifo akademiyasining ta'sischilari bilan birgalikda dars qilib turganimizda bir yigit kelib yurdi, talaba. So'rasak, kim bu deb so'rasak, bu o'sha Toshkent tibbiyot akademiyasida ochilgan tabobat fakultetini talabasi ekan. O'shani so'radik. O'qitish uslublarini boshqa qilsak, yo'q, tabobatdan o'qitilmayapti dedi. O'qitadigan ustozlar yo'q deyishdi. Kadr kamchiligi bor. Kadr kamchiligi bor. Mana lekin hozirgi kunda Xitoydan mutaxassislar olib kelishyapti, Hindistondan mutaxassislar olib kelishyapti. Men to'g'risi endi o'zi yumshoq odammiz, fe'limiz, lekin bu borada an'analarni saqlagan holatda shunga qarshiman. Chunki Xitoyliklar kelib mana Guanjoni ko'rdik. Qanaqa yolg'onni gapirib, chunki Xitoylarning qadriyati yo'q. Hech qanaqa suyanadigan qadriyati, boshqa narsasi yo'q. Hamma ish qilib ketaveradi. Yolg'onni ham gapirib ketaveradi. Shunga yolg'on ularda gunoh emas-da. Ha, gunoh. Hindularda ham shunaqangi narsani men kuzatdim. Faqat bir narsa bor. Agar insoniyligini saqlab qolgan bo'lsa, fitrati saqlab qolingan bo'lsa, yaxshi inson bo'lishadi. Men Mirut universitetida o'qiyotganimda u yerning universitetning shifokori, talabalar turar joydagilar bemor bo'lsa, nima bo'lsa boradigan shifokor bo'ladi-ku. Shifokori oldiga bordim. O'zimni tanishtirdim. Shunda O'zbekistondan kelganman desam, "Здравствуйте. Как поживаете?" deb ruscha javob berishni boshladi. Aksenti biroz buzilganligidan, yuzidan ham, aksentdan ham ma'lumki, bu inson biz tomonlardan kelmagan. Keyin suhbatlashdik, choy ikrom qildi. Men undan so'radim, "Qayerdan o'rgangansiz?" desam, "Men Toshkentda o'qiganman" dedi. "Toshkentda o'qiyotganman" dedi. Va o'sha mehmonga chaqirib turar, biroz bemor bo'lsam dori olgani borardim. Insoniy jihati juda yaxshi edi. Chunki Turkiston yurtida, Turon yurtida tarbiya olganda, ozgina bo'lsa ham tuzini yegandi. Bu aslida o'zi shu mavzu tabobatdan sal buyoqroq mavzu-ku. Turkiston yurtini odobi baribir o'zgacha ekan. Men Koreyada malaka oshirdim, o'qidim, ustozlarimiz bor. Malayziyaga bordim, malaka oshirdim. Hindistonga bordim, konferensiyaga qatnashdik. Qozog'istonga bordim. Qozog'iston endi o'zimiz mamlakatu. Xatga bordik, arab mamlakatlariga bordik. Bizni odob, insongarchilik o'zgacha. Ularda ham bir vaqtlar bo'lgan, faqat qadriyatimizni saqlab qoldik. Ya'ni bizda bu bizning milliy fitratimiz hali yo'qotilgani yo'q. Kamaymoqdami? Yo'qotilmoqdami? Ha, albatta yo'qotilmoqda, chunki globalizm, ommalashuv, avlama degan narsa hech qayerni cheklab o'tmaydi. Hech qayerdan chetidan o'tmaydi, bizga ham ta'siri bo'ladi. Faqat hali ham Allohga hamdlar bo'lsin, bizda o'zligimizni saqlash kuzatilmoqda. Mana poytaxtni ko'ring va bu yerdan hech yo'qsa 500 kilometr nariga bir qishloq joyga boring. Insonlarning orasida farq bor, ko'rasizmi? Shuni o'zi yaqqol misoldan. Men bunga qanchalik mavzumizga aloqasi bor bilmadim. Kecha ustozlar bilan birga mehmonda edik.
Beruniydan kelgan domlamiz, beruniylik domlamiz Hamidulloh, doktor Hamidulloh ustoz aytdilarki, bizni diyorda haligacha saqlanib qolgan dedilar. Bir masalani ko'targan. U masala ham qandoq? Men aytdim. Hindistonda hozirgacha masjid imomining butun xarajati qavmga beriladi. Haftada 3 mahal, kunda 3 mahal, haftada 7 mahal taomlansa, agarchi uning ahli ayoli bo'lsa ham, uyda ovqat pishsa ham, navbati bilan u jamoatning, u masjidning jamoati, qo'shnilar imomning haqida olib chiqib beradi. Va imomiga hurmatan, ehtiroman eng shirin ovqatni pishirib berishadi. Desam, va imomning haqqi degan narsa u jamoatning mas'uliyatida turadi. Keyin o'qish aytdilarki, bizning Beruniyda haligacha shu narsa saqlanib qolgan. Boshqa domlamiz bo'lsalar, men oxirgisini ko'rib qoldim. 1993-yillargacha bizda ham bor edi dedilar. O'zlarini o'sha tumanlarini aytdilar. Hatto misol uchun hosil yig'ilsa, imom domlamizning haqqi bu deb yoki nima bo'ladigan bo'lsa, imom domlamizning haqqi bu deb butun qishloq aholisi imomning butun mas'uliyatini bo'yniga olgan ekanda, butun o'sha xarajatlarni, toki u bizning farzandlarimizning, qishlog'imizning tarbiyasini bo'yniga olgan-ku deb. Hamidulloh domlamiz aytdilar, bizning qishloq biz tomondan haligacha bor dedilar. Endi mana bu narsa 1400 yillik an'ana. Lekin globalizmdan ta'sirlanib shu narsa ham yo'qolib bormoqda. Ishonmasa shu joyini o'zini hozir do'stlarimiz kesib shu joyini o'zini qo'yadigan bo'lsalar, mulohazalarning, kommentariyalarning balkim 80 yoki 90% tanqidiy bo'ladi. Nega? Nega tanqid qilishyapti? O'zlarining tarixlarini tanqid qilayotgan bo'ladilar, bilib yoki bilmasdan. Va globalizmning egalarining ularga bo'lgan ta'siri ostida bunga nisbatan tanqid nazari bilan qilayotgan bo'ladilar. Mayli, bu boshqa mavzu. O'z mavzumizga qaytaylik. Tabobat bilan bog'lagan bo'lsak, bu narsani tabobat bilan bog'lagan bo'lsak, bir makonda bir qishloq vrachlik punkti bor. O'sha shifokor bor. Mayli qaysidir oylikka ishlaydi. Qo'ldan kelgancha xizmat qilib turibdi. Velosipedda boradimi, eshik arabada boradimi, oyoqda boradilarmi? Shular hammasi bizning do'stlarimiz, ustozlarimiz, hamkasblarimiz. O'sha yerga qo'ldan kelgancha, qodir qilgancha, ilmlarga yetgancha xizmat qilib turibdi. Ana shu kishi bir bemor davolayotganda xayollarida ana shu qolib ketdi. Ana shu qilishim kerak, ana o'g'limga kiyim olib berishim kerak edi degan fikr bo'lmasligi uchun u kishi ham moddiy jihatdan ta'minlangan bo'lishi kerak. Tarixda bo'lgan. Tarixda bo'lgan. Tarixda nimaga vaqf degan tushuncha bo'lgan? Vaqf degan nima degani? Shu yerni aytaylik shifokorlar uchun vaqf deb, shifokorlik yo'nalishida o'qiyotgan talabalar uchun vaqf deb yerlar, bog'lar yoki bo'lmasa karvonsaroylar ularga vaqfiya qilib, u yerdan keladigan daromadni ularga bog'lab berishgan. Qarangda, mana bizni qadriyatimizda farzi kifoya degan narsa bor. Farzi kifoya degan nima degani? O'sha qishloq aholisidan bitta shifokor chiqmasa, farzi kifoyani tark qilishgani uchun gunohkor bo'lishadi qishloq aholisi. Lekin bu yerda boshqa gap bor. O'sha shifokorni kim chiqaradi? Ota-onasimi? Kim o'qitadi? Ota-onasimi? Yo'q. Qadimda o'sha qishloq aholisi, mana biz sizni farzandingizni shifokor bo'lish salohiyatini ko'ryapmiz, biz o'qitamiz derganda o'rtada vaqfiya qilib, o'rtaga pulni tashlab, bizning tilimizda zamonamizning tili bilan aytadigan bo'lsak, fond qilib, o'sha fondga tushgan, o'sha fondni shu bolani shifokor qilishga sarflagan ekanlar. Nega? Bu ota-onasining o'ziga tashlab beradigan bo'lsak, shifokor bo'ladimi, yo'qmi? Buni xalq o'qitsin. Chunki farzi kifoya ertaga kelib meni xalq tarbiyalagan, meni xalq o'qitgan degan mas'uliyat bo'ladi-da, keyin u xalqning xizmatida bo'ladi. Toshkentda oylik yaxshi ekan deb yoki bo'lmasam aytaylik xorijda oylik yaxshi ekan deb ketib qolmaydi. Chunki nega? U shifokor qishloqqa kerak. Juda ham ko'p vaqtlar bo'lgan. Afsus,
sovetlar tuzum bularni hammasini musodara qilib yo'q qilib yuborgan. Laylaklar vaqfi bo'lar ekan. Laylaklar. Yoki mushuklar vaqfi bo'lar ekan. Yoki ko'cha hayvonlari vaqfi bo'lar ekan. U vaqflar nima desa, o'sha vaqfga tushadigan daromad shu maqsadda yo'naltirilgan ekan. Bu nima keragi bor laylaklar vaqfining bo'lishiga desangiz, hamma joyni ta'minlab qo'ygan bo'lishganda, hattoki hayvonlarni ham unutishmagan bo'lgan. Shunaqa. Haligi talabalik vaqtimda internet televizorda National Geographic degan kanal, National Animal degan ko'rsatuvlar bo'lardi. Hayvonlarni bir kuchuk yoki mushuk tennis koptogini yutib olgan, 10-15 tasi, 4-5 tasi yutib olgan, ringga olib keladi, mazasi yo'q, ring qiladi, ko'radi, koptoglar bor ekan deydi. Oladi, egasiga tushuntiradi, tilxat yozdiradi, qo'l qo'ydiradi, narkoz beradi, operatsiya qiladi. Endi haligi sterilizatsiyalarni ko'rib, havaslarim kelib ketardi. Sizda ham shunaqalar bo'larmi ekan deb. Xudoga shukr, o'sha bir marta ishlatiladigan o'sha choyshaplar, asbob uskunalar ham bizning yurtimizga yetib keldi. Ishlatilyapti. Hozirgi kunda jarrohlik mana taraqqiy qilib boryapti. Umid qilamiz, o'sha 3-chi uyg'onish davr bo'sag'asida turibmiz. Nasib qilsa shunaqa kuchli mutaxassislarimiz chiqadi. Albatta bir pastga tushgan millat yana ko'tariladi. Yerimiz bor. Qarangda, mana koronavirus bizga tabobatning ham yutuqlarini ko'rsatib berdi, zamonaviy meditsinaning kamchiliklarini ko'rsatib ham berdi. Endi koronavirusdan yoki pandemiyadan olingan darslar sekin-asta unutib qo'yilmayaptimi? Pandemiya vaqti hammasi tibbiy bo'lsin, tabiiy bo'lsin, giyohlar bilan bo'lsin, taomlanishimiz ham, uxlashimiz ham, ozodaligimiz ham, qo'lni undoq yuvish kerak ekan, yuzni undoq yuvish kerak ekan, undoq chayish kerak ekan deb bong urilardi. O'z holimizga qaytib qolgandikmiz hozir. Shunaqa. Inson unutuvchandi. Haligi biz bemorlik kelsa davolasak, yaxshi bo'lsa, bemorlarga qarab muolajalarni qilganimizdan keyin bemorlik ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Ansiz o'g'lim bor edi, rus kishi, Sergey Antonovich aytardiki, shu ani bemor kelmadi desam, aytadi, ikki xil holat bo'lishi mumkin. Yo'q, o'ta yomon holatga tushgan yoki o'ta yaxshi bo'lib ketgan dedi. O'shanga o'xshab haligi shifokor qilgan xizmati ham esdan chiqib ketadi, tirikchilik bilan bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketganda unutib yuboradi. Haligi qiyinchiliklarni. Unga aytgansan, 1 oydan keyin, 3 oydan keyin kelib bir ko'rsatib ketgan, kasallik yana qaytalashi mumkin, yoki zo'riqishi mumkin deb aytsa, bu esdan chiqib ketadi. Agar lekin ahvoli og'irlashsa albatta keladi. Shunga o'xshab o'sha virus vaqtida, vabo vaqtida ham aytilgan narsalarni kimdir unutdi, kimdir o'ziga yaxshi dars qildi, xulosa chiqardi. Endi o'sha hayot tarzida yurganlar hali ham yuribdi yaxshi yo'lda. Ibn Sino hazratlarining meroslariga to'xtaladigan bo'lsak, hatto sizdan iltimos qilganlar shu kitoblarni o'zini olsangiz, yoningizda olib keltirsangiz deb, juda ham eski bir nusxa emasmi? Ibn Sino hazratlarining kitoblari. Bundan ham eskilari bor. Bundan ham eskilari bor. Bu endi qachon tarjimasi chiqqan? Hop, Ibn Sino hazratlarini, Abu Ali Ibn Sino hazratlarini kitoblarini tarjimasi o'tgan asrda 55-yilda, 1955-yilda Kopta demak olimlar guruhi bilan tarjima qilingan. O'zbek tiliga. Ona tilimizga, birinchi ona tilimizga tarjima qilingan. Rusni qila olmagan. Buni ona tilimizda qilingan. O'sha qatnashgan endi qarang, ajoyibot. O'sha Deban madrasani eslatdingiz. Qatnashgan Abdufattoh Rasulov, Sodiq Mirzayev, katta ulamolar hammalari madrasa bitirgan olim bo'lgan. Madrasa olimlari bo'lishgan. Chunki bu 11-asr arab tilida yozilgan. Klassik arab tili. O'rtadan 1000 yil bor. 1000 yil o'tgan, 900 yil bor. Albatta o'zgargandir. Va bu qo'lyozma. U zamonaviy nashr emas. Zamonaviy nashr emas. Ana shuni tarjima qilishgan. Va 55-yil nashr bo'lgan, birinchi nashr, keyin 5 ta kitob, 6 ta jild bo'lib chiqqan. To'liq keyin undan rus tiliga tarjima qilishgan.
O'zbek tilidan. O'zbek tilidan ustun. Tarjima o'ta go'zal. Go'zalligi turkiyni ham, forsiyni ham, arabiyni ham, urduni ham bilganlaridan deb bilamiz olimlarni. Va 79-yildan 83-yilga qadar ikkinchi marta nashr bo'lgan. Ikkinchi nashr. Qayta nashr bo'lgan. Rus tiliga ham qayta nashr bo'lgan. Keyin undan keyin 3-chi nashr bo'ldi, 13-yil. 13-yil nashr bo'ldi. Uni olib kelmadim. Qizil rangli bo'lib chiqdi. Uni baraka topsin Shokirjon aka degan bir akamiz kitob bo'yicha kitobga bir muxlis odam, o'zlari ko'zlari ojiz. Shu kishi tip qonunlarini qayta nashr qildirdilar. Ma'rifatiga. Nashriyatning egasini aytyapsiz-a? Muharrir nashriyotida qildirdilar. O'zlari kitob tijorati bilan shug'ullanadilar. O'zlari kitob tijorati bilan shug'ullanadilar. Bizning Saodat asri voqealarini ham o'qish qildilar. Shuni aytib beruvdilar-da, shu yerda yana bir tanqid qilib ketaylik. Shunday aytdilarki, Nodirjon, mana shu xalqimiz shu tip qonunlarni o'qiydi deb xursand bo'lib chiqaraman desam, pora so'rashdi dedilar. $2000 ga yaqin pora so'rashdi deb o'zlari aytmadilar. O'rtadagi odam aytib berdi, shu xafa bo'ldilar rasa dedi. Bu merosimiz bo'lsa, shuni chiqaraman desam, qarshilik qildi dedi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda kitob chiqdi, qoldi. O'ta go'zal shaklda bo'lgan. Menga bir ikki odamlar tanqid qildi, "Ey, buni o'zgartirishgan, boshqa" dedim, aytdim, "Ko'rsatinglar, xatni o'zgartirishgan." Eski nashri ham bor, yangi nashri ham bor. Bir olimlarni bu ulug' kitobiga yetkazishdan oldin bir mulohaza qilish kerak-da. Keyin bo'ladimi dedi, "Bo'ladi" dedim, "Olinglar" dedi. Endi o'sha Shokir akam aytdilar-da, "Kitob ketmayapti" dedilar. Men o'yladim, Ibn Sinoni yota oladi. Talab tashashsa kerak. Talab tashashsa kerak dedim. Rosa yotdi-da. Men aytdimki, taqsir, bizning ustozlar aytishardi, tabobat ustozlari aytishardiki, tip qonunlarini tushirish uchun kamida 100 ta, 200 ta kitob ko'rib chiqish kerak bo'lsa. Chunki Ibn Sinoni kutish o'tdagi hazratni kichkina jumla bilan katta ma'lumot berib yuboradilar. Juda katta ma'lumot berib yuboradilar. Ajoyib. Endi shuning uchun hamma shifokorlar xohlaydi. Hozir mana keyingi mavzu ochilyapti. Nima uchun doktorlarimiz Ibn Sinoni o'qimaydi? Hammaligi xohlashadi. Ko'plar vijdonli millatga o'qishni xohlashadi, tushunishni, qo'llashni xohlashadi. Lekin aytishadiki, Nodirjon, ochdim, o'qishni baliylar, haliylar, qoqullar, nima bu? Shunga yopib qo'yadi, yo'q deb o'ylaydi. U hammasi bor. Boshqa nom ostida. Boshqa nom ostida uni ustida ozgina ishlash kerak. Misol uchun, shaxsan men tip qonunlarining birinchi kitobini 1 yil o'qiganman o'zim. 1 yil o'qiganman bir kitobni. O'zim ochib, ustozlardan so'rayirdim, tushunmagan joylarimni. Endi uni ham yana o'qish, agar qiziquvchilar bo'lsa, o'qish uslublari bor, ya'ni metodologiyasi bor. Tushunish, Ibn Sinoni uslubini tushunish. Bunga ham to'xtalmasdan ketmasak bo'lmaydi. Marhamat. Xo'p, tip qonunlarini o'qimoqchi bo'lganlar, o'zlashtirmoqchi bo'lganlar, albatta ustoz va shogird an'anasini o'rganish kerak. Ustozning huzurida o'qish kerak. Ha, Mashalloh. Kitob albatta ustoz bilan o'rganiladi. Bizning ustozlar aytadiki, kim kitobni o'ziga ustoz qilib olsa, shaytonga ergashibdi deyishadi. Subhanalloh. Chunki ilm ro'para tizzani tizzaga qo'yib, qalbdan qalbga beriladi deb bizga o'rgatishgan. Mashalloh. Ana shunda ilm yo'qadi. Chunki u jonsiz harflarni jonlanadi. Bu aslida zamonaviy tilda aytgan bu shpargalka. Ilm aslida qalbda bo'ladi. Mashalloh. Uning ham bir ruhiyati, ruhoniyati bor, o'zini fayzi bor. Kimgadir o'sha ilm ko'proq ochiladi, kimgadir kamroq ochiladi. Ya'ni ustoz va shogird an'anasini o'qish kerak, avvalambor. Endi aytsaki, ustozlar yo'q-ku, o'qitishga desa, hozirgi kunda Faxrullo aka degan bir akamiz borlar, Faxrullo Fayzullayev. O'zlari shifokor, o'zlari neyrojarroh va bolalar nevrologi. Hozirgi kunda va tabobat bo'yicha juda katta xizmatlar qilib turibdilar. Ilmiy izlanishlari bor. Ilmiy izlanishlari bor. Tabobat bo'yicha Ibn Sino hazratlarini tip qonunlarini o'qishlari haqiqiy. Bu haligi qo'shtirnochilik gaplar emas, haqiqiy o'qishlarni tashkil qilib, talabalariga juda o'zi anaqa
qattiqqo'llik, qo'l odam, talabchanlik. juda qattiqqo'l odam, tanqidni gapi darrov yuziga yetadi. Shu joylarni juda hurmat qilamiz. Hurmatlar shuning uchun mana talabalarni o'qittirib yetishtiryaptilar. Va aytmoqchi bo'lganim, u kishi hozirgi kunda ana shu mikrofondan foydalanib aytib olaman. Ibn Sino hazratlarini yuqorida aytdingiz, Yunanian medicine dedingiz. Yunon tabobati deb aytiladi. Ibn Sinoni ham Yunon tabobatini vakili sifatida ko'rishadi. Yo'q, men aytamanki, yo'q, unday emas. Men shaxsiy fikrim, shaxsiy kuzatishim, Ibn Sino hazratlari Yunon tabobatini balkim davomchisidirlar qaysidir ma'noda, lekin mujaddidi. U kishi Yunon tabobatini ham o'rganib chiqqan. Misr tabobatini ham o'rganib chiqqanlar. Hind tabobatini ham o'rganib chiqqanlar. Ayurvedani ham o'rganib chiqqan. Tibet tabobatini ham o'rganganlar. Yahudiy tabobatini ham o'rganganlar va o'zimizni mahalliy Turon tabobatini o'rgangan. Eng muhimi tibbun nabaviyni ham Tibbun nabaviyni o'qiganlar, o'zlashtirganlar. O'sha Tibbun nabaviyni yozgan Abu Nuaym al-Isfahoniy hazratlari bilan bir shaharda, bir zamonda yashagan u kishi. Subhanalloh. Ajoyib. Endi uchrashganlari to'g'risida menda ma'lumot yo'q, lekin katta ehtimol bilan bir vaqtda bo'lsa uchrashgan. Bir vaqtda yurishgan, o'zlarining madrasalari bo'lgan va hech kim jur'at qila olmagan ish qilganlar. Kitob al-Qonun fi tibb deb yozib olganlar. Ungacha hech kim tabobat qonunlari deb nuqta qo'yib qo'ya olmagan. Ibn Sino shu ish qilganlar. Chunki qonun eng yuqori nuqtada. Qonun ustida qonun bo'lmaydi. Ungacha ko'p bo'lgan kitoblar. Abu Bakr ar-Roziyning 20 jildli kitoblari bor deyshadi. Al-Xoviy degan juda kuchli deyshadi. Ibn Sino hammasini o'zlarining davrlarigacha bo'lgan uzun zamondoshlarini hamma ilmlarni o'rganib chiqib, mana shu 5 ta kitobni taqdim qila olganlar. Bu ishni hali hech kim qila olgani yo'q, maşallah. Endi aytmoqchi bo'lganim, o'sha Yunon tabobatini davomsiz sifatida ko'rishadi. Yunon tabobati emas, aslida hamma tabobat 4 unsurga taqaladi. O'sha hammaga mashhur olov, havo, suv, yer. 4 mizoj, 4 kayfiyat, tabiat deyiladi. Ana shu, demak, shu 4 unsurni biz mizoj haqida risola yozgandik Mirabbos bilan. Bunga mana hozir 4 yil bo'ldi. Afsus, hali kitobimiz nashrdan chiqmadi. Ruxsatnomalarni ham olganmiz. Lekin ma'lum sabablarga ko'ra kitobimiz chiqmay qoldi. Ana shu kitobda biz harakat qilganmiz 4 unsurni tushuntirishga, zamonaviy ilm bilan, moddiyat bilan tushuntirishga harakat qilganmiz. O'shanda bir joyga kelganda men to'xtab qolganman. Ochilmagan u yog'i. Faxrullo aka bilan gaplashganda, Faxrullo aka 4 atomni 4 unsurga bo'lib bergan. Atomni. Subhanalloh. Ona shu kishi aytib berdilarki, men hozir fursatdan foydalanib aytaman. U kishining mualliflik ishi bu. U kishi bu to'g'ri maqola ham yozganlar. O'tgan yili Buxoroda bo'lgan yig'ilishda u kishining maqolalari ham chiqdi. Mashallah. Ibn Sino konferensiyasi anjumanida. Atom demak, yadro va uni atrof aylantirgan elektrondan iborat. Elektron harakatli zarracha bo'lganligi uchun issiqlik manbai, issiq ho'l. Issiq ho'l. Yadro sovuqlik manbai, u proton va neytrondan iborat. Proton suv unsuriga to'g'ri keladi. Neytron yer unsuriga to'g'ri keladi. Elektron havo unsuriga to'g'ri keladi. Endi undan chiqadigan quvvat, yorug'lik, issiqlik olov unsuriga to'g'ri. Mashallah. Ana shuni ajib talqin. Ana shuni o'tgan yili bizning zamondoshimiz, bunaqa neyrojarroh Faxrullo aka shuni o'zlarining kuzatishlari, tadqiqotlari asosida shuni yozib ketdilar. O'shanda professorlar, katta akademiklar ham o'tiruvdi o'sha anjumanda. Lol qolishdi, yangi nazariya deb aytishdi. Aslida bunday o'ylab qarasa oddiy narsa. Lekin haligi hamma buyuk narsalar sodda bo'ladi deyiladi. Shu hozirgi kunda bo'lib turgan ish. Hozir bilmaymiz bu qaysi darajaga chiqadi ertaga. Balkim boshqa mamlakatlarda ham bu tekshirilgandir, tasdiqlangandir. Shuni faqat bo'lishkim keldi. Ibn Sino hazratlarining tib qonunlarini, usuli, uslubi, ilmiylik jihati murakkabligini o'zingiz e'tirof qildingiz. Buni zamonaviy talqinda
shifokorlarimiz ham, hattoki kitobxonlarimiz ham tushuna oladigan tilda soddaroq qilib qayta yozib chiqilsa, o'rni kelganda hoshiyada, snoskada sharhlab ham ketilsa, biz Sunan Termiziyning tib kitobini sharhlaganmiz-ku, shu tarzda. Shundoq qilinsa foydaliroq bo'lmasmikan? O'ta go'zal bo'ladi. O'ta go'zal bo'ladi. Unda nima to'sib turibdi bundoq loyihani amalga oshirishdan? Unga demak jamoa tuzish kerak. Avvalambor jamoa tuzish kerak. Vazifalar bo'lib olinadi. Zamonaviy talqinda asl matn keltirilib, tagida sharhi, izohi beriladi. Suratlar bilan tushuntiriladi. Uni immunistik qonlarning zamonaviy sharhi bo'ladi. Zamonaviy tibbiyot va sharh tabobati bilan sharhi bo'ladi. Juda go'zal ish bo'ladi. Bir jamoa tuzish kerak va albatta xalqimizni qo'llab-quvvatlash bo'lish kerak-da bu uchun. Chunki buning uchun ma'lum vaqt ajratiladi. Kishi bir nimadandir voz kechish, nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Va borib moddiyatga ham taqaladi bu. Moddiyatga ham qattiq taqaladi. Chunki hozir fidoyi bo'lib shu tib qonunlari bilan shug'ullanib turgan akalarimizni ko'p to'sib turgan narsa shu moddiyat bo'lib turibdi. Afsus shunaqa. Majbur bo'lishyapti ishlashga, bemorlarni ko'proq qabul qilishga, chunki boshqa ish qila olmaydi. Yer chopmaydi, mashina haydamaydi yoki ularni moddiy ta'minlaydigan qadimiy shifokorlar, tabiblar vaqflari yo'q. Shunaqa. Endi ozgina bo'lsa ham shu kishilarni rag'batlantirib turilsa, ular xursand bo'ladi. O'sha ozgina e'tibor ham yo'q-da. Ozgina bo'lsa ham e'tibor yo'q. Faqat talab qilish bor. Qatnashinglar, buni qilinglar degan. Hattoki biz Ashsho akademiyasini ochganimizda ham o'zi haligi xayriya ishi bo'lgan bo'lsa, yo'q joydan ustimizga nalogni solib, qiynab, yo'q, u narsalar bundoqda. Har qanaqangi faoliyat bo'lgandan keyin o'ziga yarasha qonun qoidasi asosida ishlash kerak bo'ladi. Aytolmaysizki, biz daromad ko'rmayapmiz, shuning uchun biz daromad maqsadida ochmadik. Shuning uchun nalog bermaymiz. Qonunchilikda soliqdan ozod qiladigan holatlar bor. Uniga talab qiladi. Lekin har bir narsa fidokorlik talab qiladi. Alloh rozi bo'lsin, siz va siz kabi ham shifokorlikda mutaxassis, ham tabiblikda mutaxassis bo'lib turib, ikkisini jamlab qilayotgan ilmiy ishlaringiz, izlanishlaringiz, hatto ikkisini jamlagan holatda davolash amaliy tatbiqi tahsinga sazovor. Bu sizning fidokorligingiz. Endi boshqa bir fidokorlar ham kerak-da. Shunaqa. Oson emas. Endi ham bu o'ta buyuk ish hozir. Hozirgi kunda tib qonunlarini biz Faxriddin aka Ibragimov degan bir katta domla borlar, doktorant o'zlari Ibn Sinoni kitob Al-Qonun fi tib sag'ir degan kitoblarini hozir ilmiy ish qilib doktorlik dissertatsiyasini qilyaptilar. Sharqshunoslik instituti, Sog'liq sharqshunoslik institutida. Ana shu kishi aytishlariga qaraganda Ibn Sino hazratlarini tib qonunlarini tanqidiy matni hal qilinmagan. Bu asarni demak tarjimasini tayyorlashda Peterburgda saqlanadigan nusxasi olingan va tanqidiy matn sifatida Misrda saqlanadigan buloq bosma olingan. Ana shu ikkita qo'lyozmadan foydalanilgan. Misol menda shaxsan internetdan yuklab olgan Yale universiteti, Amerikaning Yale universitetida yozilgan Hanafiy taxalluslik kotib ko'chirgan 17-asrga oid qo'lyozmani nusxasi bor menda. Raqamli shakli. O'quvchilar ham olishsa bo'ladi. Ana ya'ni yer yuzida tanqidiy matn sifatida hozir aytmoqchi, sal ilmiyroq bo'lsa uzr so'rayman. Mutaxassislar uchun tanqidiy matnda biz bilishimizcha, u odam tushuntirib berishga qaraganda yer yuzidagi o'sha qo'lyozmalar yig'iladi va kompyuterda matn shakllantiriladi. Birda yo'g'i birida bor, birida yo'g'i birida bor. Shu bir jamlanadi va bir mexanizm eng mukammali bo'ladi va xuddi Sahihul Buxoriyni qilishgandek yurtimizda eng mukammal shaklini deyshadi.
shunday matn shakllanadi. Lekin shundoq bo'lsa ham bor hozirgi tarjimadan foydalanib, ana shuni sharhini yozsa bo'ladi. Hech yo'g'i, misol uchun men lor mutaxassis bo'lsam, lor joyida sharh qilsam, Alijon akam kardiolog bo'lsa, kardiologik jihatini, yurak kasalliklari sharhlasani, Faxrullo aka asab tizimini, ko'z doktori misol Zuhra opa ko'z kasalliklari ham bir jamoaviy ish kerak buning uchun. Jamoaviy ish kerak, katta ish bo'ladi. Katta ish bo'ladi. Va men o'ylayman, hammaga ham nasib qilmaydi bu ish. O'zini sharhlovchisini poylab turibdi. Juda poylayapti va bu o'ta sharafli tarixiy voqea bo'ladi deb umiddaman. Inshaalloh. Inshaalloh. Men istagan bo'lardim. Ana shunday xayrli loyihalar bo'lsin. Va bular amalga oshishi uchun kerak bo'lsa, har birimiz o'zimizdan fidokorlikni va yoki qo'limizdan kelganicha yordam berishimiz kerak. Buni qilish nima deydi? Bu borada tajribamiz bor. Mana misol uchun Allohon taolo Sog'inli hazratlarining shifo o'limlar asarlari turibdi. Shu kitob aslida Sog'inli hazrat 37-yil yozganlar. Hali 100 yil bo'lmadi. Sharqiy Turkistonda zolimlardan qochib yurgan vaqtlarimda yozdim deganlar. 87 yil bo'libdi. Ana shu asar kichkina va shu shapalodek bo'lib chiqqan yurtimizda 2004-yil. Shuni menga sharhlashi Allohon taolamni nabiralari bor, Voysxon to'ra hazrat, yoshlari ulug'. Shu kishi bir harakat qilib ko'rasizlarmi deganlarida, to'g'risi sal cho'chiganim, ulug' zotning kitobi qanaqa bo'lar ekan. Keyin buni sharh qildik mana. Birorta dori qolmadiki, uni ona tilimizdagi muqobili qolmagan bo'lsa, ko'rsatilmagan bo'lsa, suratlari bilan giyohlarni hammasini berdik, turli tilli atamalari bilan kasalliklari, chizmalari bilan berdik. Shundan keyin qanaqadir bir kuch paydo bo'ldi. Qo'rqadigan bo'ldi. Hozir shu tib qonunlar bu borada tajribamiz bor, qilsa bo'ladi. Loyiha qilinsa, bir fond tashkil qilinsa, men mutaxassislarni ham jalb qila olaman. Ularga demak ma'lum mablag' ajratilsa, chunki ular vaqtini sarflaydi. O'tirib, shu tajribamiz bor. Har hafta kerak bo'lsa, kunora o'tirib, 2 kunda, 3 kunda bitta o'tirib, ozgina ko'p ish qo'ysa bo'ladi. Men sizni bir xislatingizni juda yaxshi ko'raman. Ustozimda ham ko'rardim, Yolqinjon ustozimda. O'zbekistonning qayerida, qaysi qishlog'ida yoki qaysi tog'ida, ovulida bir tabib bo'ladigan bo'lsa, yoshi ulug' tabib bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa, albatta vaqt topib, fursat topib ziyoratiga borasiz. O'limdan kelgan. Alhamdulillah. Savolim quyidagicha. Diyorimizda xalq tabobatini silsila bilan hozirgacha saqlab kelayotgan tabiblarimiz bormi? Bor, albatta bor. Bu narsa yo'q bo'lib ketmaydi. Avvalambor shu ko'pchilik hattoki katta tashkilotlarning nomlarini qo'yishda xato bordi. Hozir shuni to'g'rilab ketaylik. Xalq tabobati bilan sharq tabobati. Shuni aytib ketsak, mana biz nashrga tayyorlagan Tibbun nabaviy asari turibdi. Muborak asar, bizni yurtimizga muborak bo'lsin. Juda katta ulug' 18 yil kutganmiz, siz guvohsiz, qanaqa ishlar bo'lganlik. 4 yil mehnat ketdi, 1,5 yil qattiq ishladik, 2,5 yil nashrga vaqt ketdi. Ana shu asarda muallif Mo'g'ulni bosqini vaqtida yozilgan shu asar. Mo'g'ulni bosib turibdi-da, shu Tibbun nabaviy asari yozyapti muallif. Subhanalloh. Qoyil qolish kerak-da. Ya'ni buyuk ishlar murakkab vaqtlarda qilingan vaqtlari bor. Ibn Sino hazratlari ham Xorazm Ma'mun akademiyasida boshlagan bo'lsa-da, tib qonunlarini oxiri Eronda tugatadilar. Bu qancha qochqinliklar, qancha hibslar, qancha zindonlarda yotishlar. U vaqtlarning safari qanaqa qiyin bo'lgan. Hozirgidek samolyotga chiqib 3 soatdan keyin manzilga yetishlar bo'lmagan. Shunaqa. Allohon to'raman Sharqiy Turkistonda 37-yil yozgan, zolimlardan qochib. O'sha qiyinchilik vaqtda kishi butun ilmlarini, vujudlarini Allohon to'raman o'g'illari aytadi. Otamiz o'sha vaqtda hozir tutsa o'ldiradi. Umrbod qamoqqa tiqadi. Qanaqa qilib shunga jasorat topdilar. Boshqa narsa yozmasdan tabobat kitob yozyapti-da kishi. Kishi kallalarida nima bo'lsa, qalblarida bo'lsa o'shani yozganlar. Subhanalloh. Tibbun nabaviy ham shunaqa 13-asrda. Shu muallif Mo'g'ul bosib turibdi, o'ldiradi.
olimlarni qirgan, boshqa qilgan, xona qizgan. Ana shu vaqtda Tibbun nabaviyni yozdilar. Haqiqiy xolis xizmat qilgan ekanki, shu kungacha yetib keldi. Xolis xizmat qilsa, va hozir xolis xizmat qilsak, albatta 1000 yil turadi. 1000 yillar turadi. Aytmoqchi bo'lganim, shu asarda bu kishi aytadilarki, men hech qatda o'qimagan narsani bu kishi yozgan shu yerda. Tabobat 3 maqomda bo'ladi dedilar. Birinchisi xalq tabobati. Ikkinchisi ilmiy tabobat. Uchinchisi ilohiy tabobat. Xalq tabobati deganda biz demak avloddan avlodga, ustozdan shogirdga, otadan bolaga, onadan qizga o'tib keladigan tabobat. Xalq topilishi oson, arzon va tezkor ta'sir qiluvchi. Kishilarning cho'ntagini qiynamaydigan xalqona uslubda davolash uslubini tushunamiz. Xalq tabobati uchun gripp bo'lganda piyozni tavsiya qilish, shunga o'xshashmi? Shunga o'xshaydi. Yoki tomoq og'rib qolgan tomoqni bosib qo'yish misol uchun. Shu kabi amallar va bu xalq tabobati vakili bo'lish, xalq tabibi bo'lish uchun. Bizda qushnoch deydi, tabib deydi, Qozog'istonda emchi deydi. Tabib bo'lish uchun kitob ko'rish shart emas. U faqat ustoz kifoya qiladi. Ustozdan bir amaliyotni o'rganadi, bo'ldi, o'sha endi qiladi. Boshqa narsalarni bilmaydi. Faqat shuni o'rgatilgan, faqat shu ishni qiladi. Endi undan yuqori maqomda ilmiy tabobat siradi. Ilmiy tabobatga mana tip qonunlari kiradi. Tip qonunlari, Allohon to'g'ri sog'ingan asarlari kiradi. Zamonaviy ilm ham ilmiy tabobatga kiradi. Zamonaviy meditsina. Zamonaviy meditsina ham ilmiy tabobatga kiradi. Sharq tabobati, o'sha mana shu narsa. Ya'ni bu xalq tabobati ayri. Ibn Sino xalq tabibi emas. Ibn Sino ilm egasi. Shayxur Rais. Ular ilm taqdim qilganlar. Tip tabobat bu ilm. Bo'lganda ham o'sha shariatdan keyingi darajada turadigan. Ham ilmlardan yuqori. Ham illo shariatdan keyingi. Keyin. Imom Shofiy rahmatulloh aytganlaridek, ikkitagina ilm bor o'qishga arzigudik. Biri ilmul adyon, ikkinchisi ilmul abdan. Yani birinchi o'rinda turadigan ilm din ilmi bo'lsa, ikkinchi o'rinda turadigan ilm shu tabobat ilmi. Shunaqa. Endi 3-darajadagi tabobat, ilohiy tabobat. Ilohiy tabobatga muallif keltiribdilar. Biz uni alifbo tartiblarida ham qilib qo'ydik. Sadaqa berish, xatmi Qur'on, shilyosin, ruqiya, mana shu yetim yesirlarni boshini silash, bechoralarga yordam berish, taom tarqatish, zikr qilish va hokazo va hokazo. O'shani 30 ga yaqin dorini sanaganlar. Bular ham doriga kiradi. Bular dori sifatida zikr qilingan. Ha. Bu ham tabobat. O'sha bir she'r to'rtlik yozgandik. Ojiz qolsa agar 2 tabobat yordamda istig'for, duo, sadaqat, al-kursi, ruqiya, zikr, salovat barchasi ataldi tibbi ruhiyat. Ruhiyat tabobati. Ilohiy tabobat degan. Uni ham reklama qilib ketdik. Tabobat asoslari va hijomlar asari shu akademiyasini, demak, ta'sischilar tomonidan yozilgan. Bu yerda hijomani nuqtalarini haqiqiy ilmiy ko'rsatganmiz. Tibbun nabaviyda kelgan boshqa hammasidan undan kelgancha keltirganmiz. O'sha ilohiy tabobat oliy darajada turadi. Ya'ni hammasini o'rni bor. Kishi hammasidan foydalanish haqqi bor. Hammasini barobar qo'llaganda albatta natija mukammal. Eng mukammal bo'ladi. Ya'ni ayirish to'g'ri emas. Ba'zi bir aytadi, buni qildim, yo'q. Sharq tabobatida kelingan taomlar bilan davolash bor. Hazrati Ibn Sinodan 100 yil avval yashagan Abu Bakr Muhammad Zakariya Ar-Roziy degan zot aytganlar. Butun dunyoda, Yevropada g'arbda kishini razos deyshadi. Shu kishi aytadilarki, podshohlar tabobati degan kitob yozganlar. Tibbul muluki degan. Shu asarda u kishi qo'sholi injiq bo'lar ekan, dori bersa, ko'ngliga oladi, nima bu, ichmaydi, quloq solmaydi. U kishim ovqat pishirib berar ekanlar. Shifobaxsh ovqat pishirib, ichiga dorilar solingan, hammasi tayyor. Ovqat yesa bo'ldi. Kishini
taom yedirib ham davolasa bo'ladi. Ya'ni shifokorlar bizni mana oliygohlarda o'qiganda parhez stollari bor, dasturxonlari bor, 12 ta. 12 ta, 13 ta deyiladi. Ana u Yevropa tabobatidan olingan. Lekin u yerda kamchiligi katta, kamchiligi mijoz hisobga olinmagan. Kasallikka har doim hisobga olinmaydi. Misol uchun qatiq oshqozon yaralarini, 12 barmoq ishi yaralarini to'xtatiladi. Qatiq berilmaydi. Sut ham vaqtincha berilmay turiladi. Ana u yerda kasha deb qo'yilgan. Vodka berish, sutli vodka berasan degan. Bunaqa emas. O'ta tuxumi sariq chala pishgani, toshloq yer balig'i, vargizot beriladi, u uloq go'shti beriladi va hokazo va hokazo. Ya'ni o'sha parhezni ham to'g'rilashga nafaqat habdori, qo'ldori, osmon qo'llar. Parhezni ham to'g'rilab qo'yilsa, tabobatga ko'ra mutaxassislarimiz yaxshi natija olishadi deb o'ylayman. Endi qarangda, xalqimizning tabiplarimizga ixlosi baland, yaxshi. Lekin soxta tabiblarimiz juda ko'p emasmi? Albatta. Hamma zamonda bo'lgan ekanda. Alloh taolo sog'lig'ini ham yozadilar. Shu yerda ajoyib o'zlarining so'zlari bor, o'qib bering. Negaki u kishini o'zi uslublari zo'r. Ko'rsatib qo'ying. Bu ham yaqinda qayta nashrdan chiqdi. Nashr bu ikkinchi nashri? Bu ikkinchi nashr. Uchinchi nashr bu. Uchinchi nashr bo'ldi. O'zlari tabobat bo'yicha kitobni kattaroq yozish niyatida ekanliklari, lekin vaqti qisqaligini hisobga olib kichkina asar yozdim deydilar. Shuning uchun musulmonlarga yodgorlik bo'lurliq bu to'g'rida bir necha asar kitobchalar yozmoq va ham shu ilmdan o'qitib bir necha islom bolalarini tarbiyat qilmoq, falokatda qolgan millatim uchun muhim xizmatlarda bo'lmoq ko'nglimdagi birinchi orzu tilaklarimdan bo'lsa ham bu kunga chog'liq ish muyassar bo'lmadi. Bundan keyin bo'larmi degan umidim bor. Endi u maqsadning hammasini qila olmasam ham hammasidan quruq qolmaydi. O'z farzandlarim uchun ushbu diyorda, ya'ni Ili, G'ulja, Turkiston, Farg'ona musulmonlari ichida ko'p bo'ladigan illat kasallarni bayon qilib, shuning shifo va davolarini yozdi. Bu risolaga Shifo al-Alil deb ot qo'ydi. Shifo al-Ilal. O'zi Shifo ul-Alil ekan. Shifo al-Alil. Asli. Ya'ni bemorga shifo. Lekin xalq o'rtasida Shifo ul-Ilal deb mashhur bo'lib ketgan. Shuning uchun biz Shifo ul-Ilal atamasini qoldirdik, nomini qoldirdik. Lekin Hazrat nomlariga qaytarilishi kerak, menimcha. Endi bu zot yozadilar, qarang. Lekin u arab yuziga yozgan so'zlari o'zim 25-30 yillab shu ilm ichida xizmat qilib, ko'zim birla ko'rib, qo'lim birla ishlab tajriba qilgan narsalarimdir. Ya'ni amaliy shifokor bu kishi. Agar farzandlarimizdan qaysilari o'zlari farzandlari uchun yozyaptilar. Tabobat kitob yozib yuradi. Farzandi uchun ulamoni kuchini qarang. Farzandi uchun tabobat kitob yozib yuradi. Agar farzandlarimizdan qaysilari aql farosatlik bo'lib, ziyraklik birla ushbu so'zlarni o'z o'rnida ishlatsa, boshqa johil tabiblarga hojatlar tushmas deb o'ylayman. Mashalloh. Ya'ni johil tabiblar o'sha paytdan bo'lgan. 100 yil avval ham bo'lgan. Hozir paydo bo'lib qolmadi ular. Har bir kasbda agar kishi xato qilsa, zarari molga yetar. Molga yetadi. Qaysi kasbda xato qilsangiz, mashinani buzib qo'yishingiz mumkin, aravani. Agar tib ilmida xato qilsa, jonga yetadi. Alloh. Ana aytmoqchi bo'lgan narsamiz shu. Chala mulla seni iymondan, chala tabib seni jondan ayirur degan maqol bor. O'zar. Alloh taolo sog'ning hazratlari haqida suhbatlashar ekanmiz. U kishining bir so'zlari bor edi. O'z oldin aytib ham berdingiz, o'zaro suhbatlashayotganimizda tumov haqida. Misol uchun shu birgina kasallikka tabiblarimiz nima deganlar, nima deb ogohlantirganlar? Sog'ning hazratlarimi deymiz-ku. Shu bilan o'qibdagi. Nimagaki u kishining uslubi juda ham go'zaldi. Mana Hazrat asarda zib'i nafas bayoni bor, nafas siqishi. O'sha yerda tumovni yodga olib ketadilar. Tumovni odamlar ko'zga ilmas. Dard qatorida ko'rmaslar.
lekin hamma illatlarning boshidir. Subhanalloh. Shuning uchun hukamolar, ya'ni hakimlar, tabiblar ummul amroz deydirlar. Bemor kasalliklarning onasi. Illatlarning onasi degan bo'lur. Ko'p illatlar bundan tug'ilur. Endi zukom, ya'ni tumov agar buzilmay o'tib ketsa, ko'p xatarlik illatlarga daf bo'lur. Terlama kezikka o'xshash. Endi tumov bo'lgan odamga lozim shulki, palov osh, go'sht, yog'dan o'zini saqlasin. Parhez. Birinchi bu parhez deyaptilar. Burni opyapti o'zi. Parhezni to'g'rilash kerak. Yog'li qo'shqor go'shtiga palov yesa, burnini oqizishini yo'talni qattiq kuchaytiradi. Taom ichida palov oshdek tumovga ziyonlik narsa yo'q. Non, choyga, yolg'on oshga qanoat qilmoq kerak. Yolg'on oshi aytib ketaylik, quruq xo'rdi, oq xo'rdi deyiladi. Forsiyda shulla deyishar ekan tojiklar. Hozir bor bizda ham shulla deyishadi. Bizda ham bor. O'zini ayniqsa boshini sovuqdan, shamoldan saqlasin. Tovuq, jo'ja go'shtidan sho'rba qilib ichsa yoki ardoq qilib ichsa, xamir turishdan tumovda ko'p munosibdir. Ya'ni xamir turishdan o'sha atala qilib, qopqirim qilib ichsa yaxshi bo'ladi. Zukom oyoqlashganda, ya'ni kuchayganda muncha hammomga tushmak, terlamak ko'p foyda qilur. Mana qarang, grippda odatda hammom qilish, sauna qilishdan qo'rqadi inson. Tabiblarimiz nima deyishyapti? Terlash kerak. Endi bu yerda ozgina izoh talab qiladi. Tumov ikki xil bo'ladi. Birinchisi sovuqdan bo'lgan, ikkinchisi issiqdan bo'lgan. Sovuqdan bo'lgani sizda shaboda o'tadi, boshini yuvib ko'chaga chiqadi, shaboda turib qoladi. Sovqatib qolgan bo'ladi. Sovqatib qoladi, burni oqib qoladi, sovqatadi, shuning natijasida haroratdan chiqishi mumkin. Yo'tal bo'lib qoladi. Bu sovuq tumov. Ana shu sovuq tumovga foyda. Har bir narsa ziddi bilan davolanadi. Issiqdan bo'lgan tumov, o'sha grippga to'g'ri keladi. Unda ko'p suyuqlik ichib, ko'p peshob chiqarish, terlash bilan davolanadi. Unda harorat baland bo'lgan vaqtda harorat tavsiya qilinmaydi. Hammom tavsiya qilinmaydi. Endi ajoyib uslub aytadilar, tekin uslub. Kim davolanaman desa, agar burnidan suv kelmay, boshi og'ir bo'lib, og'rib tursa, ya'ni dimoq to'lib qolgan. Dimoq to'lib qoladi. Bilamiz, yuqori jar bo'shlig'i, gaymer bo'shlig'i deymiz, peshana bo'shlig'i, g'alvasimon bo'shliq, asosiy bo'shliq, 4 juft bo'shliq bor. Ana shular to'lib qolsa, nima kelib chiqadi? Sinusit kelib chiqadi. Sinusitis deydi. Bizning xalqda gaymerit bo'lib qolgan deydi, boshi og'rib qoladi. Ana shu vaqtda boshidan 2-3 qumg'on issiq suv quydirsin. Nafi bordi. Mashalloh. Bu bo'shliqlarni boshidan issiq suv quyadi, boshlarni yaxshilab quritadi. Endi bu yerga qo'shimcha qilib ketamiz. Abu Bakr Ar-Roziyni Burg'us Sa'a degan kitoblari bor. Tez tuzaladigan davolar degan. Burg'us Sa'a. Biz uni yaqinda nashrga tayyorladik. U avval chiqqan 91-yil. O'zbek tilida. O'zbek ona tilimizda chiqqan. Rahmatlik Shamsiddinxon Boboxonov muftiy Hazrat tarjima qilgan ekanlar. Mahmud Umarov bilan birgalikda. Mahmud Umarov hozir hayotlar. Men telefonlashdim. U kishi shifokor, tabibmi yoki arabshunos? Arabshunos u kishi tarjima qilishgan. Biz u asarni chiqimli hozir nashrga tayyorladik. Arabiy nusxasini berdik. Aslida bu tomonda ona tilimizda, o'rtada rus tiliga o'girdik. Harakat qildik, yaxshi qo'ldan kelgancha. Muharrirlar ham ko'rishdi. Yaqinda nasibasi chiqib qoladi, juda kam adadda. Bilasizlar, kitoblar chiqarish oson narsa emas, katta mablag' talab qiladi. Muftiy Boboxonovlar o'sha fondi demak tashabbuslari, o'sha ko'maklari bilan boshqa ko'p turishibdi. Maslahat beribmiz. Ana shu yerda Abu Bakr Ar-Roziy yozadilarki, tezkorda chora qilish kerak. Shu yerda aytadilarki, kim sovuqdan tumov bo'lsa deydilar, boshidan issiq suv quysin, boshini yaxshilab quritib, isitilgan bodom yog'ini, misol piyolada issiq suvga isitilgan bodom yog'ini peshanalariga, yuzlariga surtadi, issiq o'rab yotadi. Alixon To'ram gaplari mana shunda to'g'ri keladi. Tumov birdaniga to'xtaydi.
ya'ni o'quvchilarga aytamiz, kimdir zaxda qoldi, mana sovuq kunlar keldi, oyog'ingizdan zax Achchiq bodom. achchiq bodom. Shirin bodom emas. Shirin bodom yog'i bo'lsa ham bo'ladi. Shirin bodom bo'lsa yog'i bo'lsa ham bo'ladi. Topish sal qiyinroq. Qiyin. Ana sovuq kunlar kelib qoldi, mana kimdan zax o'tib qolsa, darrov shu chorani qilasiz. Mana qadimiy tabobat bobolarimizni demak tavsiyalariga amal qilgan bo'lasiz. Tezkor chora. Hozirda hayotda bo'lgan tabobat darg'alari. Tabobatning ta'bir joiz bo'lsa peshqadam zotlari bormi diyorimizda? Ulardan bir necha ismini aytsangiz. Ajab emas, bizni bu suhbatimizni ko'rib o'zlari ham eshitib xursand bo'lishardi va bu yo'nalishni muxlislari yoki yosh talabalar ularni ziyorat qilib ilmlardan bahra olib qolishar. Albatta bu ilm yo'q bo'lib ketmaydi. Doim qiyomatgacha bo'ladi, turadi degan umidimiz bor. Chunki insoniyat doim hojati tushadi. Yurtimizda shunaqa qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan, yurtimizda katta o'sha silsilaviy tabiblar saqlanib qolgan. Hozirgi kunda mana Nuratalik ustoz O'rol O'zbek hazratlari borlar. Bu Qo'qon shahrida Ma'rujon aka Nazirov borlar. O'zlari ham shifokor, ham sharq tabobati bo'yicha mutaxassis. Ular Hafizxon To'rani shogirdlari bo'ladilar. Mashalloh. U kishim Yayponiy hazratlarini ana ko'pchilik bilmas ekan, qo'qonliklarning ko'pligi ham bilmas ekan. Biz borib topib ziyorat qilib kitoblarini ham ko'rishga nasib qildi. Ma'rujon aka doktorlik dissertatsiyasini yoqlayotgan ekanlar bu borada. Mahmud Hakim Yayponiy Xo'qandi degan odam o'tgan ekanlar. Ana shu kishi rus doktorlar bilan birgalikda ishlab juda ko'p ishlar qilgan ekanlar. Rus dorilarini ham foydali, zararli tomonlarini yozib ketganlar o'zlari. Masalan, Arifil iloj, mashalloh degan kitob yozgan ekanlar. Ya'ni zamona o'sha sovet vaqtida kirib kelgan zamonaviy meditsinaga tanqidiy nazar bilan ham ular yaxshi tomonini olishgan. Ya'ni insoniyat uchun qaysi ish yaxshi bo'lsa, shu ish qilishgan. Yomonligidan ogohlantirib, yaxshi tomoniga qolganlar. Alxon To'ramda Sog'oning hazratlarini kitoblarida ham aptekada bor doktor dorilari degan alohida bob bor. Ana shuni Mahmud Hakim Yayponiyning Tarixil iloj kitoblarini olganlar. Bu zot ham olganlar. Keyin Marg'ilonlik Suyorxon To'ra Mahmubiy hazratlari ham Tibbul Mahmub Hubbul Matlub degan kitob yozganda, u kishi ham shu uslubni ro'yxatini foydalanganlar. Biz bu yerda ko'rsatib ketsak bo'ladi, mana keltirilgan dorini aytadilar, uni yaxshi tomonlarini, zararlarini, islohini, badalini ko'rsatma, qarshi ko'rsatmalarni aytib ketadilar qo'ldan kelgancha. Mashalloh. 80 ta dorini aytganlar. 80 ta dorini. 80 ta rus aptekada bor doktor dorilar. Agar shu xato ish bo'lganda, bu zotlar olmasdi. Ya'ni insoniyat uchun, millatimiz uchun qaysi ish yaxshi bo'lsa, shu ish qilishgan. Mashalloh. Ular salomatligi uchun o'z bolalari, o'zini do'stlaridek qayg'urgan, opasi, singlisi uchun qayg'urgandek qayg'urishgan. Mashalloh. Shuning uchun aytamizki, ajratish kerak emas. Sharq tabobati, xalq tabobati, zamonaviy tibbiyot ajratish kerak emas. Yaxshi tomonlari bormi? Jamul jam qilib foydalanib ketirish kerak. Vodiyda mana Qo'qon shahrida borlar dedingiz. Boshqa shaharlarda yoki boshqa joylarda hamma yoqda bor darg'alar. Mana misol uchun Buxoroda G'ofurjon domla borlar. U kishi ham ilmiy tabobat namoyanda, ham ilohiy tabobat namoyandasi. U kishi o'sha Mir Arab madrasasida dars berganlar. Ma'lumki, Mir Arab madrasasi 114 ta hujradan iborat. O'shani bir hujrasi tabobat hujrasi bo'lgan ekan. Mashalloh. Biz Buxoroga rahmatli Rashid Usmonov akamiz bor edilar. Sog'lom hayot turmush tarzi targ'ibotchisi, bloger, u kishi ko'p yaxshi ishlarni qilgan, ko'p Ashifo akademiyasi ta'sischiligida ishtirok etgan. Ilmiy safarimizga birga kelganlar. Juda ajoyib odam edilar, rahmatli. Shu kishim katta yo'qotish bo'ldi, o'tib qoldilar. U kishi ham kuydi pishdi odam. O'sha u kishi bilan borganimizda Mir Arab madrasasida aytishdiki, o'sha bir xona, hujra tabobat hujrasi bo'lgan ekan. Tabobat o'qitilgan.
Mashalloh. Yozda iyul, avgust oylarida tog'larga chiqib giyohlar terilgan, tushuntirilgan qanaqa quritiladi, ildizi qanaqa ishlatiladi, bargi qanaqa ishlatiladi, guli qanaqa ishlatiladi. Qaysi vaqtda yig'iladi? Shomdami, kunduzimi, sahardami shu gul terib olinadi, hammasi aytilgan. Xullas, G'ofurjon domlada shu borada ham ilmiy tabobat, ham ruhiy, ilohiy tabobat bo'yicha tajribalari bor. U kishi aynan o'sha Buxoro silsilaviy maktabida namoyandasi va shu kabi misol uchun Samarqandda Suyarxonto'ra Mahmubiy hazratlarini silsilaviy shogirdlari bor. Alixonto'ra Sog'oniy hazratlarining ham shogirdlari bormi hozirda? Alixonto'ra Sog'oniy hazratlarining ham shogirdlari bor. Hozirgi kunda Toshkent shahrida Nazarbek dahasida Rustam Rahmatullohzoda degan olim odam borlar. U kishini Masnaviy ma'naviyga yozgan 20 dan oshiq jildlik sharhlari hozirgi kunda chiqib turibdi. Ana shu kishi ham Alixonto'ra Sog'oniydan Mezonutdib o'qigan ekanlar. Mashalloh. Yaqinda ustozimiz o'tdilar. Qirg'izistonda O'zgenda Yahyoxon To'ra hazrat borlar. U kishi ham Alixon To'ramdan tabobatni ozgina o'rganganlar. U kishi ham qo'llayotganlar. Xotiralarini aytib berganlarida men opta ko'chirib qo'yganman. Ular tabobatga oid xotiralari bor. Hop, shu kabi Qirg'iziston shimolida ham shogirdlari bor deyshadi. Xo'p, endi katta shogirdlari bor edi. Eng haqiqiy tabobat bo'yicha peshqadam shogirdlari bor edi. Nazarbekda turardilar. Doktor Abdulloh Boboyev, Boybu hoji o'g'li. 300 dan oshib o'tdilar. Mashalloh. Mana shu yil o'tdilar, bir necha oy bo'ldi. Biz u kishidan shu mana shu Shifoul ilal asarida kelgan uyg'urcha, qirg'izcha so'zlarni, tabobatga oid so'zlarni, Sharqiy Turkistonda qo'llanilgan dorilarning nomlarini, masalan, lechindona deydi yoki dolisi deydi. Ana shunga o'xshagan so'zlarni u kishidan so'rab, bilib, sharh va izohida foydalanganmiz. U kishining xizmatlari beqiyos. Bevosita bizning ustozimiz bo'ladi u kishi. U kishi mana Alixonto'ra Sog'oniydan demak Mezonutdib, Muhammad Akbar Arzoniyning Mezonutdib va Tibbi Akbar kitobini o'qiganlar. E'tibor berasizmi? Shu yaqingacha yashab o'tgan tabiblarimiz deyarli hammalari olim bo'lgan ekanlar. Hammalari o'sha 10 yildan oshiq o'qitilgan madrasani bitirgan. Shu nega? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari alohida bir bo'limi bor. Payg'ambarimizning tabobatlari degan. Tibbun nabaviy. Shuni o'qishganda ustozlar buni bir muhaddis sifatida emas, kerak bo'lsa bir tabib sifatida dars berishgan ekan. O'zimning ustozim Habiburrahmon Azamiy Ibn Hajar Soniy deyshar edi. U kishini Mishkotul Masobihda yoki Sunan Abu Dovudda Tibbun nabaviyni o'qitganlarida bir shifokor Aligardan yoki Hamdarddan yoki Jamia Milliyadan kelib bizga dars o'tyapti deb o'ylar edik, shu dars chiroyli o'qitar edilar. Lekin hadis bobining bu qismini bizga ustozimiz Muhammad Ahmad Hazrat o'qitsalar, Allohu akbar. Chunki u kishi Dorul Deobandning eng so'nggi komil hakimi edilar. Alloh umrdan uzun qilsin. Shu kitobimizga, shu Tibbun Nabaviy kitobiga to'xtalsak. Avval Tibbun Nabaviy qandoq tabobat? Tibbun Nabaviy bevosita Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh tomonidan berilgan ilohiy ilmi laduniy ilm. Ya'ni u kishi bilamiz madrasa o'qimaganlar, tabiblardan dars olmaganlar, ota bobolar tabib bo'lmagan, onalari ham otalaridan ham hech qanaqa ilm o'qimaganlar, sahobalar kelib u zotga tabobatni o'qitmagan, yetim bo'lganlar. Mana shu zotga ilohiy lutf orqali, vahiy orqali berilgan deb aytiladi kitoblarda va ustozlarimiz ham shundoq o'rgatishgan. Tibbun Nabaviy asari muallif aytadilarki, mana shu kitob muallif aytadilarki, bevosita janobimiz alayhissalom o'zlari foydalangan va birovlarni davolagan va birovlarga tavsiya qilgan ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Bu asar tabobat bilamizki 2 qismdan iborat.
sog'liqni saqlash, hifzi siha deyiladi va kasallikni davolash. Ya'ni profilaktika va davolash. Ana tabobat Janobimiz alayhissalom ikkalasini ham qilgan. U sihatni salomat saqlash uchun qanday ishlatish kerakligini tavsiyasini aytganlar. O'zlari hayotlarida ko'rsatib berganlar. Endi sahobalar kasal bo'lsa, uni qanday davolash kerakligini kerak bo'lsa, o'zlari ham davolaganlar. Davolash kerak bo'ladigan qaysi tabib davolashi mumkin bo'lgan joyini ham aytganlar. Chaqiringlar, falonchini chaqiringlar, falonchi bu borada mohir degan. Yoki falonchiga borasan, falon dorini muncha demak miqdorda ishlatsin, sen tuzalasan deb tavsiya etganlar. Maşallah. Mana qisqa qilib aytsa, Tibbun Nabaviy shunday. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tabobatlarida davolashning bir necha uslublari bor. Qorni og'riganda asal bilan yoki bo'lmasam hijoma bilan yoki qaytargan uslublari bor. Dog'lash bilan. Shunga to'xtalsangiz. Davolash uslublari aslida ko'p. Muallif hazratlari ham shu narsani tilga oladilar. Burundan tomizish kelgan. So'g'it deyiladi. Tomoqdan tomizish, og'izga yutish orqali davolash keladi. Hijoma keladi. Tutatish keladi. Hop. Bir a'zoni ma'lum bir demak aralashmaga botirish obzan deydi. Bizda vannachiga. Ana shu kelgan, hijoma ham kelgan, dog'lash ham kelgan, ichirish ham kelgan. Tabobatda qaysi usullar borki, hammasi qo'llanilgan. Maşallah. Hattoki ajablanasiz, bilan davolashni ham aytganlar. Jarrohlik ham aytganlar. Shunga to'xtalingchi. Shu yerda kitobda muallif keltiradilar bir hadisni. Bu yerda aytib o'taylik, 450 dan oshiq hadis bor. 450 dan oshiq. Hammasi tabobatga oid. Maşallah. Agar shuni har birini o'rganilsa, alohida kandidatlik dissertatsiyasi bo'ladi, nomzodlik dissertatsiyasi. Maşallah. Kerak bo'lsa doktorlik dissertatsiyasi ham shu mumkin. Hazrati Ali aytadilar, shu joy o'qib bersam yaxshi ekan, yoki og'zaki kelib ekan. Marhamat, nechinchi jildda? 38-fasl. Kesish va teshish bilan tuzaladigan shish va yaralarni davolashda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari. 124-hadis. Ali roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir kishining ziyoratiga kirdim. Uning orqasida shish bor edi. Odamlar, ey Allohning rasuli, unda yering bor deyishdi. U zot, uni tishingiz dedilar. Ali roziyallohu anhu aytadilar, ketmasimdan yara kesildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham shu yerda hozir edilar. Shu yerda jarrohlikning oltin qoidasi bor. Qayerda yering bo'lsa, uni chiqarish kerak deydi. Hozirgi zamonda o'tibdi. Hozirda ham shunday. Uni Pirogov yozgan deyishadi. Aslida mana Tibbun Nabaviyni kelib turibdi 7-asrda. 125-hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabibga qornida suv yig'ilgan kishining qornini teshishni buyurdilar. Shunda odamlar, ey Allohning rasuli, muolaja, tabobat foyda beradimi deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dardni tushirgan zot o'zi xohlaganiga shifoni ham tushiradi dedilar. Subhanalloh. Endi muallif bu yerda sabablarini, boshqa narsalarni keltiryaptilar. Tafsilotlari keladi. Qaysi holatda u teshiladi, qachon mumkin emas, istisqoni turlari hammasini keltirgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz 7-asrda Tibbun Nabaviyda jarrohlik, tig' bilan davolash uslubi keltirilgan. Ko'pchiligiga mashhur faqat asal, dog'lash, hijoma bo'lib qoldi. Bu yerda hamma uslub keltirganlar bor. Maşallah. Endi qarangda, birgina sedanani oladigan bo'lsak, o'limdan boshqa hamma narsaga davodir degan rivoyat bor. Lekin buni suiiste'mol qilib pul topish maqsadida yaxshigina fursat foydalanish, yaxshigina fursat qo'llashdi. Qanaqasiga Tibbun Nabaviyda kelgan bu hadisni ulamolarimiz va atibbolarimiz, tabiblarimiz va olimlarimiz batafsil sharhlab chiqqanlar.
Sedana qaysi bemorlikka qandoq davolanish kerak? Yog'idanmi yoki kukunidanmi, tutatish yo'li bilan burundan tomizish yoki iste'mol qilish yoki tomoqqa sepish yo'li bilan yoki o'sha siz aytganingizdek vanna uslubi bilanmi? Agar iste'mol qilinadigan bo'lsa, qaysi bemorlikka qaysi dorilar bilan, giyohlar bilan qo'shilib murakkab ma'jun sifatidami yoki sufuf? Sufufni bizning o'zbek tilimizda kukun sifatida hammasi bayon qilinganda, lekin nima deyishdi? Suiiste'mol qilishdi. Endi ular ham shu o'zimiz oramizdan xalqdan chiqqan odamlarda, har xil odamlar bo'ladi. Guruch kurmaysiz bo'lmaydi degandek. O'sha 100 yil avval mana Alixon To'ram aytadilar, soxta tabiblar bo'lgandek, kishini salomatligi borasida ham uni ustida qiladigan odamlar bor. Afsuski. Ustozimiz Ulug'zot Hazrat Tahonaviy aytardilar, ikki xil insonning joyi jahannamda. Biri ilmi bo'lmasdan fatvo beradigan. Ikkinchisi ilmi bo'lmasdan dori beradigan. Tibbiyotda shunaqa qoida borki, har bir davolash uslubini an'anaviy tabobat ham shuni shart qiladi. Ustozlardan ijozat olish kerak. Ordinatura bekorga bo'lmasa kerak. Albatta. Mana agar tarixga qaytadigan bo'lsak, Ibn Sino hazratlarini davrlarida nomlarda adashgan bo'lishi mumkin. Va Husaynxon Buxoriyning suhbatlarida eshitdim shu gapni. Hammod ibn Sulaymon hazratlari katta faqih bo'lgan ekanlar. U zot ashmarida, balkim ismlarida adashayotganman. Ibn Sino o'zlari Qur'onga tafsir yozgan odam. Shayxur Rais, butun olam Shayxur Rais deydi kishini. Ha, u kishining tafsirlari bor. Ha, bor ekan, yaqinda chiqadi deyapti. Umid qilamiz. Ana shunday odam bo'lsalar ham Hammod ibn Sulaymondan yozilgan ijoza, fatvo qog'ozi bor ekan. Doim mavzularda olib yurganlar. O'tda yozilishiga Abu Ali ibn Sino Buxoriy bemorlarni demak tig' bilan davolashga ruxsat, ijozat deb yozilgan ekan. Subhanalloh. Kunimizdagi diplomda kishini badani mo'tabar. Uni o'ligini ham, tirigini ham kesib bo'lmaydi. Kishi o'ziga ham tig' teg'izish haqqi yo'q, boshqaga ham ozor berish haqqi yo'q. Endi illo jarrohga ruxsat bor. Unga tig' teg'izishga. Endi bu tig' teg'izishda ham ijoza ilmi bo'lish kerak. Qaysi joydan kesadi? Qaysi yo'nalishda kesadi? Qancha kesadi? Qancha chuqurlikda kesadi? Qanaqa skalpel bilan kesadi? O'sha joydan nimani olib tashiydi? Asorat bo'lib qolsa nima chora qilish kerak? O'tda qanaqa iplar bilan tikadi? Hammasini ustozdan ijozat olgan bo'lish kerak. Shuning uchun yosh mana shifokorlarimiz bor, olib bir chet elga chiqib, bir ko'rib kelib, jarrohlikni boshlab olaveradi. Ruxsat ijozasiz qilayotgan bo'ladi. Shunda sal hushyorroq bo'lib turish kerak. Baribir ustozlardan o'tayotgan an'anaviy an'ana, demak ijoza, ruxsat, buni barakasi ham, shifosi ham boshqacha bo'ladi. Menda bir muhim savol bor. So'ramasam bo'lmaydi. Sun'iy idrokning ilmiy xalq tabobatda bir o'rni bo'ladi deb o'ylaysizmi? Zamonaviy meditsinada bo'lish haqida ko'p gapirilmoqda. Lekin tabobatdachi? Yaxshi savol. O'zi bu narsani hech o'ylab, mulohaza qilib ko'rdingizmi? Ko'p o'yladim. Tabobatda o'sha kelgan 4 unsur ta'limoti bor. 4 unsur. Mizoj ta'limoti bor. U ham 4 unsurga asoslanadi. 4 fasl bor. Kishini tug'ilgandan to vafot etgungacha 4 davrdan o'tadi. Agar 60 yoshdan oshsa kishi. Hammasi 4 unsurga borib joylashaveradi. Shuni bir dasturlash kiritsa bo'ladi. Dasturlasa bo'ladi. Taomlarning ham o'z mizoji bor. Ya'ni misol uchun buzoq go'shti mo'tadi. Baliq go'shti sovuq ho'l, qo'y go'shti ho'l issiq. Misol uchun mol go'shti, sigir go'shti sovuq quruq. Shu kabi ularni ham bir chizmalarga solsa bo'ladi. Men kitoblarda har bir chiqargan kitoblarimizda harakatligamiz shu chizmalar berishga. Taovat asoslarida ham bunday bo'ladi. Ana shu chizmalardan foydalanib, ya'ni taomlarning ham o'z mizoji bor. Aytdik-ku mana, giyohlarning ham o'z mizoji bor, dorilarning ham. Ana shuni bir dasturga solsa,
va bemorni demak ma'lumotlarini kiritilsa o'sha yerdan tayyor ma'lumotlar chiqib keladi. Bu bir yordamchi sifatida foydalansa bo'ladi. Lekin kishini bevosita davolashda inson faktorini chiqarib bo'lmaydi. Yo'q, mumkin emas bu narsa. Chunki bu yerda faqat jism davolanmaydi, ruh ham davolanadi. Shu ruhiyatini sun'iy demak idrok bu narsani qila olmaydi. Lekin bir narsa, mana misol uchun biz 2010-yil Janubiy Koreyada Yonsei universitetida malaka oshirishga nasib qildi. O'sha yerda robot jarrohligi faoliyat yurityapti. Yangi olib kirishgan ekan, borganimda 1 yil bo'lgan ekan. Demak, robot moslamalari, qo'llari insonga ulanadi. Jarroh ancha narida, bir necha metr narida u yuvilmagan, ya'ni steril qo'lqoplarsiz shunda o'tirib boshqarib jarrohlik amaliyotini o'tkazadi. Buni ya'ni musbat tomonlari bor. Ya'ni katta kesib olish ehtimoli, a'zoni demak jarohatlash demak tasodifiy xatolardan nari bo'ladi jarroh. Chunki u dasturlangan. O'ngga chapga orqa harakat qila olmaydi apparat. O'sha nechidir millimetr berilib, o'shaning atrofida harakat qiladi. U bir. Ikkinchidan bu tele tabobat, ya'ni telemeditsinani ham yo'lga qo'yish mumkin. Misol uchun uzoqdan turib, boshqa mamlakatda turib. Buni misol uchun uzoq qishloqda og'ir bemor bor, o'shani davolash kerak, uni poytaxtga olib kirish imkoniyati yo'q. O'sha yerdagi shifokor bor, misol uchun yordamchingiz bor, o'zingiz poytaxtdasiz, uni bemorga ulaydi, internet orqali jarrohlik amaliyotini o'tkazsa bo'ladi. Ya'ni o'ziga yarasha foydali tomonlari bor. Mutlaqo a'lo narsa va mutlaqo zarar narsa yo'q. Hamma narsani musbat va zararli tomonlari bor. Hattoki asalni yoziladi, asalni ko'pi ham zarar beradi. Shu kabi. Lekin robotlarga hayotni topshirib qo'yish, sun'iy intellektga topshirib qo'yish, emlashlarni ularga berib qo'yish, demak tug'ruqlarni qabul qilish, boshqarish bu to'g'ri emas deb o'ylayman. Keling eng oxirgi savolimizga o'tsak. Hozirgi kunda ayollarimizda ba'zi opa-singillarda o'zlarini go'zal qilib ko'rsatish uchun ba'zi jinoyatlarga qo'l uryaptilar. Jinoyat degan so'zim to'g'rimi, noto'g'rimi, Alloh alim, qo'shtirnoq ochildi deb qabul qiling. Labi, burni, yuzi, qovog'i, kiprigi, hatto peshonasigacha amaliy jarrohlik amaliyotini o'tkazib o'zgartirish kiritmoqdalar. Ham shifokor sifatida, ham tabib sifatida. Buning salbiy oqibatlariga to'xtalib o'tsangiz. Siz aytayotgan narsa plastik jarrohlik. Plastik jarrohlik aslida plastik degani o'zi egiluvchan degani. Bir shaklni berasiz, o'sha shakl kirib qoladi. Elastik degani qayishqoq. Bir shaklni berasiz, qo'yib o'z holiga qaytadi. Plastik jarrohlik aslida ikki qismdan iborat. Tiklovchi plastik jarrohlik va ziynat yoshartiruvchi plastik jarrohlik kiradi. Reconstructive plastic surgery, estetik. Rekonstruktiv plastik jarrohlik kerak. Qo'llab-quvvatlanadi bu narsa. Albatta. So'zsiz. Kerak. Men shaxsan o'zim 4 yil shu bilan faoliyat yuritganman. Tug'ma nuqsonlar, labida yorig'i bor, tangligida yorig'i bor, kuygandan keyingi jarohatlar, tug'ma nuqsonlar, ana ularni hayotga me'yoriy holatga qaytarish kerak. Yoki 6 barmoq bilan tug'iladi, bitishgan barmoq bilan tug'iladi. Bu kerak. Bu juda ham muhim. Har bir yo'nalishda plastik jarrohlik bor. Misol uchun qovoqda plastik jarrohlik bor, rekonstruktiv plastik jarrohlik. Quloq tabiiy teshigi bo'lmasa eshitmaydi bola. Tashqi eshituv yo'lini hosil qilib berish kerak. Mana buni qilamiz biz. Jinsiy a'zolarda tug'ma nuqsonlar bo'ladi, chiqaruv teshigida muammolar bo'ladi, ovqat o'tmay qoladi, og'izda muammolar bo'ladi. Bularda ham plastik jarrohlik o'tkaziladi. Faqat bu tiklovchi rekonstruktiv plastik jarrohlik. Endi kosmetik plastik jarrohlikka kosmetik plastik jarrohlik sog'lom odam hech qanaqa nuqsoni yo'q. Kerak bo'lsa go'zal. Shu yana bir qanaqadir qo'shimcha ishlar qiladi, o'zini yoshartirish naqasi bilan, qo'shtirnoq ichidagi fikri bilan va tanaga o'zgartirishlar kiritadi.
zamonaviy tibbiyot ham, sharq tabolati ham buni ma'qullamaydi. To'g'ri emas. Lekin kattagina biznes. Ma'qullamasa ham qiladiganlari bor. Shunaqa. Endi bu narsa qachondir to'xtash kerak. Yaqinda bir kitob chiqadi. Shayx hazratlarini shogirdlari Abdumannon domla, o'sha ta'lim olgan dargohda Deybandda ta'lim olgan ekanlar. Yangi tibbiy masalalar degan kitob chiqaradilar. Ana shu asarda shu estetik plastik jarrohlikni Tafsilotlari ekan. Fiqhiy hukmlari kelgan ekan. Va o'shanda ko'rib berish nasib qildi. Shu yerda muhim joyi quloq Alixon To'rasog'ga aytganlardagi boshingizdagi qulog'ingiz bilan emas, qalbingizdagi qulog'ingiz bilan eshitinglar deb aytganlar-da, Val Asr surasining tafsirida. Yosharish uchun, chiroyli bo'lish uchun o'tkazilgan har bir jarrohlik amaliyotlari harom deb yozilgan. Shuni o'zi yetarli bo'lishi kerak odam uchun. Biz-ku shar'iy jihatdan javob berib, qaytarib ogohlantiradigan bo'lsak, eshitganlar eshitadi. Lekin hammani ham qadriyati bundoq emas-da. Biz shifokor sifatida uni yomon tomonlarini tushuntirib bermaguningizgacha aslida estetik plastik jarrohlikni o'tkazadigan odamlarni ruhiyatida kamolot bor. Ruhan kuchli odamlar emas. Aslida kiyimni yechib tashlash fazilatmi yoki kiyinish fazilatmi? Insonga kiyinish. Inson yechinsa qanaqa xun maxluqotga aylanadi. Shunga o'xshab kishi jarrohliklar nega o'tkazaveradi? O'zini tanasidan qoniqmaydi. U ruhiyatdagi o'zgarish. Qalb kasalligi aslida bu. Psixologga uchrash kerak deysizmi? Endi kim bo'lsa ham davolash kerak, ruhiyatni to'g'irlash kerak-da. Yaxshi mutaxassis topib, yaxshi suhbatdosh topib, uni to'g'irlash kerak. Endi biz 11 yil faoliyat ko'rsatgan bir xususiy klinika bor. O'sha yerning rahbari estetik plastik jarroh. Ispaniyada o'qigan. Shu kishi aytadiki, plastik jarrohlikka murojaat qiluvchi 16% odamlarga jarrohlikka estetik plastik jarroh rad javob beriladi deydi. Jahon standarti bo'yicha. 16% xolos. Lekin bilsak, hozir mana gaplashib turamiz mutaxassislar bilan 90% dan oshig'ida hammasida ruhiyatida o'zgarish bor. Salbiy o'zgarish. Yevropada bu normal deb qabul qilinadi. Ularning qadriyati o'zgacha. Yevropani foizini bergan ekanda bizga. Keyin bu yerdagi O'zbekistondagi mutaxassislarga gaplash 90% da oshig'ida ruhiyatida o'zgarish bor. Qilingan jarrohlik amaliyotidan keyin kelib, menga yoqmayapti. Ana burnimni qilib berdingiz, Muhammadda bunaqa kamolati bor, but qiyshib, butini ko'tarish kerak, kelaveradi. Qaysi so'ngi yo'q. Ya'ni boshlab olgandan keyin buning oxiri yo'q, buning so'ngi yo'q. Shunaqa. Oxiri Michael Jacksonga aylanadi keyin. Yomon oqibat bilan Yomon oqibat. Men bir mamlakatga bordim. Musulmon mamlakat. Kiyimi qadriyatiga munosib bir kiyim kiyganlar bor. Qadriyatiga zid bo'lgan shaklda kiyinganlar bor. Hayratlanarli tomoni shundaki, aksarining yuzida plastik jarrohlik bo'lgan. Ommalashib ketgan. Tabiiylik yo'q. Bizani anesteziologim bor edi. Rus kishi o'zi. Shu rus kishi o'zi musulmon emas. Lekin O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek madaniyati, ovqatlarini hammasini aniq qilgan o'zimizni zamondosh. Shu kishi aytadi, ayollar o'ylaydi, palon a'zoyimni nomini bilmayman, palon a'zoyimni kattalashtirsam yerim meni yaxshi ko'rib qoladi deydi. Пока мозги не поменяешь, derdi. Не получится. Не получится derdi. Ya'ni ongingni o'zgartirmaguninggacha eringni rozi qil. Aslida kishi nimaga oshiq bo'ladi? Uni o'z juftini qarshisiga turgan odamni u do'sti bo'ladimi, ustozi bo'ladimi, hamkasbi bo'ladimi, zamondoshi bo'ladimi, sevgilisi bo'ladimi, uni ruhiyatiga oshiq bo'ladi. Uni aytadigan gaplariga, ilmiga, odobiga asli shunga oshiq bo'ladi. Keyin kiyimiga ham qaramaydi. Lekin ruhiyatda bo'shliq bo'lgandan keyin u o'zini ayb qidiraveradi. Quloqim champon quloqroq shakli, qoshim pastroq shakli,
labini yeyishgani shekilli ketaveradi. U to'xtatib bo'lmaydi. Uni foydasi yo'q. U plastik jarrohlik bilan yechilmaydi. Ana endi shu ishni qilayotganda uni ruhiyatidagi bo'shliqdan kimlardir foydalanadi. Moddiy manfaat ko'rishadi. Katta mablag' tushadi. Lekin baribir shu yerda murojaat qilib qo'yamiz. Baribir oxir oqibatini o'ylash kerak. Savol javobini ham o'ylash kerak. Qarang, bir kishi yuzga soqol ekish masalasida mendan savol va men o'zim izlanishimni boshladim. O'zim murojaat qiladigan manbalardan yuzga soqol ekish joiz emasligiga amin bo'ldim. Va zamonaviy fatvo hay'atlarining ham fatvolariga qaradim, javob yo'q. Musulmon mamlakatlarning fatvo hay'atlari bor. O'zimizning diyorimizning musulmonlar diniy idorasi fatvo hay'ati kabi joiz degan yo'q. Va bunaqangi plastik jarrohlik o'tkazish, soqol ekish mumkin emasligini tushuntirdim. Undan keyin mendan savol so'radi. Maxsus yog'lar bor ekan. O'sha bilan qilsam bo'ladimi? Va u yog'lar gormonal yog'lar ekan. Qaytardim, yo'q dedim. Siz uchun shundoq afzal ekanki, siz shundoq yaratildingiz. Fatvolarga murojaat qilganda agar sochi bo'lib to'kilib ketgan bo'lsa, uni qayta tiklashga ruxsat bergan ulamolar. Bermaganlari ham bor, lekin avvalda bo'lgan bo'lsa, uni qayta tiklashga ruxsat bor ekan. Yo'q joyga soch ekish emas. Bor joyga qaytadan sochni davolash uslubi bilan, tabobat uslubi bilan yoki bo'lmasam o'zingizga ma'lum bo'lgan zamonaviy meditsina uslublari bilan qilsa bo'lar ekan. Lekin sizning yuzingizda soqoldan bo'lmaganda nima qilasiz? Nima qildi? Baribir u kishi o'sha zamonaviy yog'lardan foydalandi. Bir kuni ko'rishganimda shikoyat qilyapti. Aytganingizni qilsam bo'lar ekan deydi. Nega? Yuzimga surtdim, soqol chiqdi, lekin badanimga chiqqan tuklar yuzimga chiqqan soqolimdan 1000 chandon ziyoda edi. Endi men nima qilishimni bilmayapman deydi. Ya'ni u yigitda gormonal o'zgarish bo'lib ketgan. Qo'lni ko'rsatyapti, qarang, mana shu yerlarimgacha chiqib ketdi. Faollashtiryapti. Endi buni davosi qandoq bo'ladi? Sun'iy bir go'zallik bilan insonga beriladigan e'tibor ham sun'iy bo'lmaydimi? Endi yana tarixga qaytaylik deyman-da, qani. Mana Ibn Sino hazratlari tib qonlari turibdi. Shuni 4-jildi, 4-kitobi 7 qismdan iborat. 7 ta bobdan iborat. Ana shu bir bobi ziynat. O'sha vaqtda ham yosharish xohlagan yoki husniga nuqson yetgan odamlarda tiklash profilaktik bo'lgan ekan. Ya'ni soch to'kilib ketgani, turkiy kasalligi deyiladi. Mana shu lisi so'zi bor-ku. Lisa so'zidan olingan. Lisiya болезнь deyiladi ekan. Turkiy kasalligi. Aslida Ibn Sinoda dobus salab deb kelgan. Qarang. Ya'ni turkiy kasalligi deb keladi. Ruschada ham shuni bevosita to'g'ridan-to'g'ri tarjima. Lisina deb ketadi. Endi o'sha yerda to'kilib ketgan kasallikni, soch to'kilib ketsa, soch chiqarish yo'llari kelgan. Nima qilsa, o'sha yerdan soch chiqadi, xadda surtma qiladi, mizojini qanaqa, xiltlarni qanaqa davolaydi, surgi beriladimi, hijoma qilinadimi, zulu qo'yiladimi, hammomga tushiriladi, hammasini aytgan. Shu kabi teriga toshmalar toshsa, teriga dog' tushsa qanaqa davolanadi, mahul kasalligi yo'liqsa qanaqa davolanadi. O'sha ana shuni ziynat bobiga keltiradi Ibn. Lekin u yerda ham xilqatni o'zgartirish yo'q-da. Yo'q. Xilqat o'zgartirish yo'q. Aslida bo'lmagan joydan soch chiqarish yoki soqol chiqarish kabi. Dunyoning insoniylik fitratini yo'qotgan ba'zi toifalari dunyoga o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda deyman. Qanaqasiga? E'tibor berasizmi? Yosh bolalar uchun chiqadigan u yoki bu shirkatlarning multfilmlari bor. Walt Disneyniki bo'lsin yoki boshqaniki bo'lsin. Va unda tasvirlangan eng go'zal qizni ko'rasiz. Shakli qandoq? Iyagi kichkina, ko'zlari katta-katta, qovog'i yo'q, beli ingichka. Belning tagi ham katta, belning tepasi ham katta shaklda. Va bolalarimizga
yoki dunyo bolalariga go'zallik mana shundoq bo'lishi kerak deb singdirmoqda. Va o'z-o'zidan hozirgi holga qandoq kelib qolyapti? Nega endi qizlar hali turmushga chiqmasdan lablarini shishirgan, ko'zlarini yumaloq qilgan, burnini kichraytirgan, jag'ini kichraytirgan, yonoqlarini shishirgan, qoshlarini undoq qilgan, qoshlarini bundoq qilgan. Bular qayerdan bo'lyapti? Bundan o'zining moddiy manfaatini ko'zlaganlar u qizlarimizga bolaligida ta'sir qilyapti. Qizlarimiz derdik. Undan avvalgi boshlanibdi. O'sha Koreyadagi ba'zi ashulachilari bor. Qizmisan, yigitmisan degan savol berishga majbur qiladigan. Ulardan ta'sirlanib, hezalak sifat yigitlar ham chiqib qoshini undoq qilgan, labigacha ziynat beradigan yigitlar. Qayoqqa qarab ketyapti bu insoniyat? Qayoqqa qarab, qaysi jarga olib ketilyapti? Qandoq jarga olib borib, u insoniyatning orqasidan itarib yuborilyapti. Insonlarga nisbatan bir inson sifatida emas, uni manipulyatsiya qilib, uni mustamlaka qilib, uni borlig'ini moddiy manfaatda qo'llanish bo'lyapti. Men shu o'rinda qattiq iltimos qilgan bo'lardim. O'zimizning ijtimoiy tarmoqlarda sizni qizligingizni qaytarib beramiz deb chiqqan murojaatlar bor. Yoki bo'lmasam yigitingiz sizni qizligingizni qachon qayerda yo'qotganingizni bilmaydigan darajada undoq qo'yamiz, bundoq qo'yamiz deb chiqadiganlar bor. Undan ham xuniklari chiqyapti. Agar bularga nisbatan qonunchilik chora ko'rmaydigan bo'lsa, senatorlarimiz, o'tgan hafta saylangan senatorlarimiz, ko'taringlar bu mavzuni. Yoki sizni qizingiz yo'qmi? Sizni farzandingiz yo'qmi? Yoki siz shunaqangi bokiraligini kim bilan qachon qayerda yo'qotganini bilmaydigonni tikib qo'yilgan shaklida o'g'lingizga kelin qilmoqchimisiz? Meni nazdimda bu bizni milliyligimizga xavf solayotgan xatar deb bilaman. O'zligimizni tomiriga bolta urayotgan xavfsizlik deb bilaman. Bizning ham yoshlarimiz, qizlarimiz xosatan millatimizni kelajagining omonatdorlari bo'lgan, farzandlarimizning onalari bo'lgan zotlarni, qizlarimizni xavfsizlikka katta bir tahdid deb bilaman. Bir videoni ko'rdim. To'g'riroq yuborishdi. Ajrashing deyapti. Siz bundan yaxshiroq loyiqsiz deyapti. Mana men ajrashishim bilan menga falonchi g'irt begona mana shunday mashinani hadya qildi deyapti. Boshqasi bo'lsa, men shunday video yuborganki, men erim bilan yashaganimda undoq qiynalardim, oshxonadan chiqmas edim, bolalarim xizmatda undoq edi deb oddiy bir onaning onalik vazifasiga tanqidiy nazar bilan xunuk qilib ko'rsatyapti-da, erimdan ajrashganimdan keyin deyapti va o'zini baxtiyor qilib ko'rsatyapti. Bizning oila institutimiz yoki jamiyatimizning asosi bo'lgan, ildizi bo'lgan oilaga hujum bo'lmoqda. 2014-yil Janubiy Koreyaga malaka oshirgan bo'lganimni, o'shanda professorim bilan gaplashayotgandim. Aytibdi, bir dona farzandim bor. 20 ga kirdi qizim. Yana farzand xohlayman, lekin ayolim xohlamayapti. Ya'ni tug'ilish nihoyatda kam. 10 ta turmushdan 9 tasi Seulda ajrashish bor dedi o'shanda. Bizda ham hozir ko'rsatishlar oz emas. Endi tug'ish deyarli yo'q hisob. Yaponiya, Koreya nimaga bizda o'quv kurslarini ochyapti, nimaga yoshlarni tarbiyalayapti, o'zligiga harakat. Xo'p, endi tabobatga qaytadigan bo'lsak, Ibn Sino hazratlari 3-kitobda bola ko'rish fasli bor. Bola ko'rish tadbirlari boshqa bor. O'sha yerda aytadilarki, tug'adigan ayol tug'maydigan ayolga nisbatan sog'lomroq bo'ladi. Kishi agar salomat bo'lishni xohlasa, ayol kishi
farzand ko'rsin deydilar. Aslida ayol ustozimiz aytadilar. Doktor ustozim. Ayol kishi erkak kishidan oladigan eng oliy narsasi, eng yaxshi narsasi nima? Savolni o'ylab ko'rilsa, farzand. Erkak kishi bo'lsa farzand bo'lmaydi. Ayol kishi erkak kishidan eng yaxshi oladigan narsasi bu farzand. O'sha tuyg'uni, onalik tuyg'usini hech narsa bosa olmaydi. Amma o'sha xolalarim, onalarim aytib berishadi. Bo'yniga olib tug'adi ayol. O'lib qolishi o'limni bo'yniga oldi. O'lib qolishi mumkin. Bu aniq narsa. O'limni bo'yniga olib tug'adi. Nimaga? Shu bolam qanaqa ekan? Bir ko'rsam. 9 oy ko'tarib, qoramikin, oqmikin, qo'llari qanaqa ekan, chiroylimikin, xunukmikin, burni qanaqa ekan, sog'inadi. O'sha sog'inch bilan yashaydi. Tug'ilgandan keyin bolani shuni bitta ko'kragiga qo'yib, bolaga bir nazar solsa, ko'p tug'ilgan ayollar aytadiki, hamma og'riq tashib ketadi. Butun mashaqqatlar unut bo'ladi. Ha. Qiynalib 9 oy ko'tarib yuradi. O'limni bo'yniga olib tug'adi. Qancha vaqt bedor kechiradi. Yana bir chaqaloqni ko'rib qolsa, bir do'sti, dugonasida, qarindoshida chaqaloq ko'rsa, yana o'sha tuyg'usi kelib qoladi. Yana tuyg'usi kelib qoladi. Shuni ayollar aytadi. Bu, ya'ni bu moddiyat bilan tushuntirilgan narsa emas, bu ruhiyat, ruhoniyat. Aniq o'sha lazzatni, o'sha globalizmda bu narsa yo'qotilgan. Chunki hozir harakat qilmoqda. Globalizm moddiy parastlik ustiga. Shunaqa. Ana o'sha his tuyg'ular bizni onalarimizda, momolarimizda bo'lgan, hozir kunda saqlanib kelyapti. Umid qilamiz oxirigacha saqlanib qoladi. Bu uchun albatta kurashiladi, targ'ibot qilinadi. Va sog'lom onadan albatta sog'lom bolalar tug'iladi. Nafaqat jismonan sog'lom ayollar, ruhiy jihatdan sog'lom ayollardan sog'lom bolalar tug'iladi. Chunki erkak kishi ertalab ketadi, kechqurun kelamiz. Bolalar bilan onalar ko'proq gaplashadi. Sirlarni aytadi kerak bo'lsa. Va shu yerda tavsiya qilardimki, tib qonunlarining birinchi kitobini albatta olib o'qinglar. O'sha yerda bolalar kasalliklari bo'limi bor. O'sha yerda meditsina haqida 24 ta kasallik sanaganlar. Allohon to'g'ri sog'uni ham bu farzand ko'rish borasida ajoyib gaplarni aytadilar. Beshikka qanaqa belash kerak, qanaqa qilsa zarar bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz Bosqon Shoshiy hazratlari tilga olmaylik. Bosqon Shoshiy toshkentlik katta tabib bo'lgan, Toshkentning Ibn Sinosi bo'lgan. Shu kishim Toshkentning Ibn Sinosi. Toshkentning Ibn Sinosi. Shu kishim o'zlarini qonuni bosdi degan kitob yozganlar. Harakat o'zbek tilida birinchi ona tilimizda tib qonunlarini yozmoqchi bo'lganmish. Mashaalloh. Umrlari yetmay qolgan. 2 jildini yozganlar. 2 jildini yozganlar, yog'iga umrlari yetmay qolgan deyiladi. Xudo rahmat qilsin. Bu kishim 58-yil o'tib ketgan ekanlar. Shu 2-jildida homilador ayolni tadbirlarini yozadilar. Homilador ayol nimadan o'zini asrash kerak? Homiladorlikni qaysi davrida nima ish qilish kerak? Tug'ruqqa yaqin nima ish qilinadi? Bolani qanaqa tarbiya qiladi? Hammasini yozganlar. Bola qanaqa ovqat yeydi, kiyimi qanaqa bo'ladi, yorug'lik qanaqa tushib kerak. Tavsiya qilaman, qonuni bosdini yangi bu kitob do'konlarida qolmagan, lekin Ziyo Uz kutubxonasida bor. Ziyo kutubxonasida bor, yuklab olib o'qisa bo'ladi. O'zimizni, demak, o'sha Chig'atoy turkisida, o'sha Xoqoniy turkchasida yozilgan, o'zimizning Toshkent Shevada ajoyib o'sha kitob tavsiya qilaman. So'zim so'ngida men sizdan bir narsani iltimos qilgan bo'lardim. Ibn Sinoni, qonuni bosdini, hatto shifoiy ilal bo'lsin, tibbi qonuniy bo'lsin, tibbi nabaviy bo'lsin. Bularni xalqimizning tilida, sodda tilda, xalqimiz tushunadigan saviyada dars qilib chiqaringlar. To'g'ri, avvalgidek kitob o'qimayapmiz.
kitobxonlik avvalgi darajada emas. Lekin videoxonlik ancha yaxshi. Videoxon deyilmaydi, video being deyiladi, ya'ni ko'rmoq. Video tarzda bo'lsa, hatto kurs tarzida bo'lsa, mana biz o'z hissamizni qo'shamiz. Zotan siz bilan amalga oshirgan bu suhbatimiz ham tabobatga qo'shilayotgan hissa bo'lsin deb amalga oshirdik. Sizdan oldin doktor Alijon akam, doktor Shuhratjon akam va sizdan keyingi birinchi shifokor tabib akalarimiz bilan ham suhbatlar rejalashtirganmiz. Maqsadimiz xalqimizni o'zining judayam ko'hna, judayam qadrli va qadimiy bo'lgan tabobatidan boxabar qilib, xalqimizning tibbiy savodxonligini ko'tarish. Tib qonunlari yangi talqini chiqqanida noshir kitob sotilmayapti, shikoyat qilmasin. Yoki bo'lmasam Bosixon to'ra Shoshiy hazratlarining kitoblari yangi nashri chiqqanda qo'lma-qo'l bo'lib ketsin. Tibbi nabaviyni 4 jild emas, balki 14 jild bo'lib mufassal sharhi bilan chiqsa, o'zimizning ulug' ajdodimiz Hazrat Nafisiy Buxoriyning Sharhul Asbob kitoblari yangi talqinda chiqadigan bo'lsa, navbatda turib olinadigan bo'lishini istaymiz. Buning uchun biz xalqimizning tibbiy savodxonligini oshirishimiz kerak. Nega bizni shaharlarimizda oshxonalar qadar aptekalar ko'p? Bir mehmon mendan so'rayapti. Sizlar shu darajada ko'p yeysizlarmiki, oshxona bilan birga aptekalarni sanab sanog'iga yetolmayapti. Shu darajada kasal bo'lish mumkinmi deydi. Shu. Yoki bo'lmasam biz yurak kasalliklaridan vafot qiladiganlar statistikasida dunyoda 3-o'rinda ekanmiz. Juda ham katta ko'rsatkich. To'g'ri, shifokorlarimiz, dorishunoslarimiz kerak. Lekin xalqimizning sog'lig'i ham kerak-da. Sizdan, siz kabi do'stlarimizdan xalqimizning tibbiy savodxonligini oshirishda yana ham ko'proq, yana ham ko'plab va yana ham zamonaviy uslubda ijodlar kutib qolamiz. Albatta. Qadamingizga hasanat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammamizga demak, bor sog'lig'imizni saqlashni, berilgan dardlarga komil shifo berishini Yaratgandan so'rab qolamiz. Bu borada qo'limizdan kelgan harakatlarni qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat.